Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenlerimiz. Vaka ve Mulahizi programımızın 56. saniylik görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, hemen ma'lum bolgandek biz bu programımızda gün tertipteki en muhim temalarını şu sahanın mutaxassislerini, alimlerini teklif kılıp kağıt dairde söhbet ötküzüp kilovatımız. Bugün mu tünügün şu cümleden bu programını yani şu doğru sahasideki Uygurlarının qini mavzusu da program ötküzganlığımızı e'lon bergendik. İnşallah bugün şu sahanın mutaxassisleri yani bugün kıymetlik iki mihmenim programıga Amerikadan qatnaşıp oturdu. Ben tanıştırıp ötey. Birinci mihmenim New York'taki Kolumbiya Üniversitesi Tibbi Merkezi'nin ki tibbi tədqiqatçısı, tibbi pəller tədqiqatçısı, hürmetli doktor Mehmet İmin doktor qatnaşıp oturdu. Kıymetli vaxtdan çıkarıp qatnaşıp bergeli üçün köptün rahmet etimiz. Sizge rahmet. Rahmet, Allah razı olsun. Yeni bir mihmenim, Uma elbette sizlerge tanışıp bolgan istiqlalda burunmu programlarımızga qatnaşıp kelivatkan İlşat Hasan Kökböre efendim qatnaşıp oturdu. Xitay Tədqiqatı İnstitutu müdiri. Kıymetli vaxtdan çıkarıp sizden qatnaşıp bergeliğiniz üçün köptün rahmet etimiz aldı. Assalamu alaikum. Ve alaikum assalam. Ekran aldı. Ve alaikum assalam. Rahmet, Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıp oturdu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şundaqla ictimai uçur vasıtlardaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa, berişinglarni, suallaringlar bolsa, soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köpligen qarindoshlarımızdan foydalanish uchun hem baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Elbette kadirli görürmelerimiz biz bu programını doğru sahasında Uygurlarının qini temasida elbette har qanday bir Uygurning diqqatini tortadigan bir mavzu. Hammalarga ma'lum bo'lgandek biz istiqlolda bu xabar chiqqan vaqtda bu dokument e'lon qilinganda Amerikada şu 8. oktyabr Amerikadagi şu nima İlgar Mudofaa Tədqiqat Mərkəzi əks təsir yer şarı doğru təminləş zəncirinin Uyğur Avtonom rayonundakı insan haqlarına bolğan bağlanışı namlıq dokumentini biz gündəlik xəbərimizdən bədək ötən həftə həftəlik xəbərimizdə bu haqda məxsus şu sahanın mutaxassislərini təklif qılıb söhbət ötküzganlığını mən həftəlik xəbərimizdə degandim. Elbette programa tayyorlik ve ustazlarınki vaxtını bir-biriga udullab bugunga nisib bo'ldi program o'tkazish. Bu dokumentda albatta kundalik xabarimizni ko'rgan bo'lsanglar tafsiliy holatda bergandik. Nurg'un masalalar bugun hammamiz bildigan Uyg'urlar bilib shuning azobini tortib o'tgan bu yerda Uyg'urlarniki bugun dunyo axborotidami ko'plab tilga ilinayotgan shu Xitoyning nurg'un jinoyatlari tilga ilingan hamda va shuningga qo'shimcha qilib Xitoyninki bu tibbiy sohadagi qilayotgan jinoyatlari Amerikadagi Uyg'ur majburiy emgaki qonuni chiqqan bir davlat, shundaqla Yaponiya bu ikki davlatniki mana shu doğru sahasida Xitoyning nurg'un shirkatlariga ijozat berishdek masalalar nihoyatda tilga ilingandan albatta insonni ichindirgan. Chunki shu Uyg'ur majburiy emgakining ichidagi nurg'un yuchuqlardanmi Xitoyning qanday foydalanganligi, nurg'un iste'molchilarningki bilib bilmay o şekilde bununla mubtala bo'layotganligi, bununga cho'qim diqqat qilinish kerak bo'lganligi intayin tafsili bir cho'ng dokument. Shuning uchun bugun inshaalloh vaqtimiz yetgancha shu ichidagi mazmunlar Xitoy qaysi sohalarda hatto Uyg'urlarningki qonlarini olgan bo'lish ehtimolligi yuqori degan shu dokumentning ichida tilga ilingan hamda qaysi sohalarda vatanimizda nima uchun bu cinayetlerini, halkımız qanday qurbonliklarga uchrayotdi buni inshaalloh vaqtimiz yetgancha to'xtalish qidirishimiz. Hurmatli boshlab kelsak unda olsa, oldi bilan men doktor Mehmet İmin'den başlasam. Şu İlgar Mudofaa Tədqiqat İdarəsi. Bu idare haqqında bir to'xtalib o'tgan bo'lsak, oldi bilan bu qanday bir organ, qanday bo'lib mesela sahiya sohasidan bu qadam buni tilga olgan asosda bir dokument e'lon qilib qoldi. Shuni sizden bir anlap ötken bolsak. Assalamu alaikum qarindoshlar, assalamu alaikum barliq ekran oldida o'tirib bu programni ko'rayotgan qarindoshlar. Mehmet İmin'den hammaga salom. Bu
xabar bu doklad siz deb o'tgandagidek 10 ayning 8 kunisi e'lon qilingan bir doklad jami 44 betlik men bu dokladni shu Erkin Asar Radyosu'nunki xabardan keyin ko'rib chiqdim. Endi siz so'ragan bu savolga kelsak, bu ilg'or mudofaa tadqiqot markazi qandaq bir o'rin degan vaqtida bu shu Bushninki, ya'ni kichik Bushning vaqtida shu 11-sentabrninki oldi keyinida Washingtonda qurilgan shu xalqaroliq tahdid yoki krizislar haqida şu münasebetlik devletler hükümet tarafından ilan qilgan sonliq ma'lumotlarni analiz qilish orqali şu Amerikaninki münasebetlik o'rinlarga bir xil tavsiya xarakterlik bir sunadigan bir organ bo'lib, bularning asosli xizmati şu torlarda yoki har xil matbuotlarda e'lon qilingan har xil sonliq ma'lumotlarni hozirgi shu ilmiy usul bilan analiz qilib, uningdan bir yakun chiqarish orqali shu siyosat belgichilarga bir xil taklif, tavsiya beradigan, foyda olmaydigan, ya'ni butunlay project pulisi yoki insonlarninki iyoni qilgan pulisi bilan xizmat ilib boradigan, hech qanday foyda topa olmaydigan bir organ ekan. Bu organning hamda men yuqorida aytgandagidek hech qanday foyda olmaganligi uchun uningki tadqiqot natijalari butunlay haqsiz xalqqa haqsiz foydalanish uchun ta'min etadi. Bu bundaq organlar Amerikada nayta ko'p hamda shu munosabatli mutaxassislarni to'plash orqali ularningki amgikidan nayta ilmiy bir yakun chiqarib shu siyosat chiqaruvchilarga yetkazib beradigan bir xil organ. Ko'p rahmat. Endi bu organ nima uchun, ikkinchi savolingizda bu organ nima uchun bu tibbiy jihatga qoldi degan vaqtda buningdan burunmi shunga oid dokladlar chiqargan ekan, ya'ni bu men yuqorida aytgandagidek shu xalqaroga mayli qaysi davlat bo'lsin belgilik tahdid akildi deb qaralgan temalarniki hammasiga qiziqgan. Bu yerda bu qitimqi dokladda asosli shu tibbiy mahsulot, ya'ni dorilarni nima qilgan asos o'ringa qo'ygan. Buning sababimi shu ular shu tibbiy mahsulot mayli dori bo'lsin yoki davolash uskunalari bo'lsin, bu inson huquqlariga dafsanda qilish bilan chetishlik bo'lganligi uchun shu xalqaro qonunga yoki Amerikaning manfaatiga tahdid akilishi mumkin deb qaralganligi uchun buni asosli tema qilib Xo'sh. Ko'p rahmat. İlşat Hasan efendim, sizin vakifanız vardı. Mesela meyede o bizimki aslındaki düşündürüşte idare edip konuşturuluptu. Bu idare emez. Çünkü bizning hukumda, Uygurlarning hukumda idare desek hükümetning organ buludu. Xo'sh. Ama bu merkezi, yana ilg'or mudofaa tadqiqot merkezi. Memtimi degandek bu merkez hech kimga idora qarmaydi, muayishni idoradan olmaydi, iyonidan chiqqan pul bilan doklad chiqaradi. Uningki yana birisi bu merkez qurilgan vaqti 2000-yili Memtimi nabay dedi. Eng dastlabda bu George Washington Universitetininki bir qismi bo'lib, bir tadqiqot markazi bo'lib qurilgan. Ammo 2002dan keyin özü müstakil ayrım George Washington Üniversitesi'nin ayrılıp çıkan. Onunki bu Memtimi Nazır dedi, Amerika'da nait köp bunda faydasız doklad teminleydiğen think tank deyli. Ama manın bir alaylığı bunu kurguçılar kanun icra kurguçı idarelerden pensiyaya çıkan. Ulardan ayrılgan, istihbarattan pensiyaga chiqqan. Ondan keyin operational deydi. Yana ba'zi istihbarat idoralarininki operate qiladigan, yana harakat
atroflarininki pensiyaga chiqqanlar. Bular Amerikaga yoki Amerikaning manfaatiga ziyon keladigan har xil davlat bo'lsin yoki guruhlarni alohida tadqiq qildi. Xo'sh, xo'sh. Shuning uchun bularningki doirasi nihoyatda keng. Abaq Mantiminning ikkinchiga bergan javobi naq shuningga. Chunki bular tahdid degan narsa bo'lsa, buning hammasini tadqiq qildi. Uningkiga agar bizning tushunchimizda masalan mayli Amerikaning armiyasi bo'lsin, qonuniy idoralarida bizning tushunchimizda biz Xitoyningki ayerdagi zulmning tufaylidan saqchi desa hamda qonun ijro qiluvchi. Hammasi ya lüksyak, ya qari jamiyatga o'xshash, bilimsiz, aqlsiz, maktabni bitiramaganlar bir saqchi bo'ladi yoki askar bo'ladi. Ammo bu yerda ne oliy maktablarni bitirgan, biologikda o'qigan, chemicalda o'qigan, engineeringda o'qigan, bular hammasi armiyaga boradi, qonunni ijro qiluvchi idoralarga berib ishlaydi. Bular yuqori saviyada analizchi ham faoliyatchi. Shuning uchun bu merkezi bir alayidligi bular haqiqiy har xil aktif düşmanga qarshi faoliyatlarda shug'ullangan va chiniqqan odamlar. Shuning uchun bular düşmanninki kuchi qanchalik nadin keladi nazariya buni mo'ljallaydigan bir markaz desak. To'g'ri. Ya'ni Amerikadagi shu hukumatga masalan aql beradigan strategiya markazlari aql ambarlariga o'xshash bir organdami bu namda? Ko'p rahmat, nihoyat yaxshi tushuncha. Ularninki partiyaviyligi yo'q, ya'ni taraf tutmaydi. Andan keyin chunki ularning iqtisodiy ma'lum partiya yoki hukumatga taalluq bo'lmaganlik uchun bu pul uchun taraf tutadigan ish yo'qchi ularninki. Ama onunki neticelerimi butunlay ammaga ochiq, haqsiz bundaq patenti vardı yoki mal bir meningki natijamni ishlatyapti deydigan narsa yo'qchi ularda. To'g'ri. Ko'p rahmat. Hamda doktor hamda yana shu Xitoydan eksport qilingan 76 bu dokladning ichida 76 turli dori mahsuloti faqatlam vatanimiz Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganligi tilg'anibdi. Bu haqiqatan bu yani Xitoyninki sizce Xitoyning vatanimizda bu şekilde bir doğru bazısına aylandırışıdaki sebep nima sizce? Hamda bu yerdeki 76 xil dori faqat şu Sinopharm yani Xitoycha Goyaojitan deydi. Xitoydagi eng chong dori şirkatlarining birisi. Bularninki 4 chong şu dori ishlash bazasi bor ekan, uninki 4-inchisi bizningki vatan ekan. Faqat shulardan eksport qilgan 76 xil dori. Bu yerda uningdan boshqa eksport qilmay shu Xitoyning ishkir o'lkalarida sotilgan dorilardan bir 250 dak ashtaqa dori bor ekan hozir vatan ishlab chiqyapti. Xo'sh. Buningki asosli sabablari menimcha bir necha tarafdan analiz qilishga bo'ldi. Birinchisi bizning vatanninki zemini keng, andan keyin nupusi nisbatan shalom, ya'ni muhitninki bulg'unish, masalan Urumchidek cho'ng shaharlarni hisob qilmagan vaqtda bizda nurg'unlagan, bulg'anmagan tabiiy zeminlar bor. Bu yerda doriga keraklik bo'lgan materiallarninki hammani o'stirish nihoyatda qulaylik. Ham shundaqla mayli bizningki milliy tibobat bo'lsin yoki Xitoyning jungliy tibobati bo'lsin, uningga keraklik nurg'un oz uchraydigan o'simliklarniki vatanda o'sadiganligini hammamiz bilamiz. Bu birinchi sabab bo'lsa, ikkinchi sabab hamda Xitoyninki shu dora, mayli dori olsun yoki boshqa mahsulotlar bo'lsin, bularning xalqaro bozor tepishniki eng asosli sababining birisi tanarqininki arzon bo'lishi, ya'ni mol bahosiniki tuvan bo'lishi. Bu tanarqini tuvanlashtirish uchun cho'qim bu ish haqini nurg'un narsalarni tuvaltish kerak. Endi bu yerda bularni bak yaqinqi shu lager boshlangandan buyon hammamizning xabar olgandek vatanda nurg'unlagan insonlar arzon bahoda yoki haqsiz ish qilinyapti. Endi bu yerda
şu kulluk emgekninki nimesi kölümününki ait çoğun buluşumu Xitoydagi nurg'un şirketlerini jalb qilgan bir omil deb qarayman. Üçüncü amil endi bu Xitoyninki mayli dora yoki davolash usullari olsun yoki boshqa bir mallar bo'lsin asosligi shu bir yo'l bir belbaq project orqali Orta Asya, Avrupa'ya merkez kılgan hem de Amerika, Kanada biraz yirak hem ılıkının boğalık için Xitay'ınki bu oyunuga asallıkçı kemmeydiğen boğalık için Orta Asya'daki, Şarkı Avrupa'daki devletler bu bir yol bir belbaq projektine kolluk için asas devletler boğalık için bu şu vatanınki kolaylık yani bu şu bir yol bir belbaq kolaylık evzellikidir. Günümlük faydalanış için bu zavutlarını bara bizning vatanga yetgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Cho'ng sabab menimcha asosli sabablar. Xo'sh. Ko'p rahmat. Yana birisi onanga qo'shsak, men balkim esaning ko'tarilib qoldi. Birisi bu doğru zavutlari, şirketleri hammasi muhitni eng yomon bulg'aydigan bir zavutlar bo'ladi. Kimyoligidek yuqori. Bularninki zavutninki keraksiz chiqargan suvlari hammasi nayt zaharlik, onunla qo'yilgan talab yuqori uni tozalab chiqarish uchun. Shuning uchun burun bu zavutlar hammasi Xitoyning shahar atrofida, aholilarga bak yaqin. Shuning uchun muhitga bo'lgan shahardagi aholilarning salomatligiga bo'lgan ta'siri bak cho'ng. Bizning vatanga yetgan apasa belki o gereksiz sularını, gereksiz materyallarını apırıplı bir yer kumluk kömbetidu ya ki suğula çıkarıvetidu. Bu yukur tanarkıda ihma zavutninki sunu tazlaşkı salırgan meblağını ticap kaldı. Bu birisi. Bu muhim bir amilinin birisi. İkinciden bizim vatandaki yer hazır Xitay hükümetininki soğatıga aylandı. Uygurlarning öy ziminlerini tatib aldı, bağ-varavanlarını tatib alğanı ki bir yerde zimin. Xitayninki ülkelerde qanday olsun yerlik hükümet her bir meyli şirket olsun nemiga o yani bəgə vaqtida ma'lum derecede pul talab qiladi, satıdı o yani. Ama bizning vatandaki yer Xitayning siyosati bilan bu zavutlar küçlü kelsan bikaq bermez deydi. Mana degan vaqtida bu yerda ikki narsadan naiti cho'ng Xitoy zavutlarga ilhomlanadigan bir omil. Birisi o zavutninki keraksiz narsalarni mayli suv bo'lsin, axlatlarni tozalash ketmaydi. Uning pul xarjlamaydi. Chunki bu muhit qonuni bo'yicha mayli Xitoy o'zining olsin, zavutning keraksiz suyini cho'qim tozalab o'lchamga to'shtirgandan keyin chiqarish lozim. Ama bizning vatanda buni ijro qilish notayin. Ikkinchidan yerga pul to'lamaydi. Bekaga oladi. Qanchalik kengayisi bo'ldi. Qag'ini hamda mamtimin abay degandek majburiy emgak. Rahmat. Hakikaten yani bu Xitoyni bildigan, Xitoyning tabiatini bildigan bizlarga nisbatan Xitoyning qanday qari niyatlik planlar bilan qilinayotganligini albatta biz his qila olamiz. Xo'sh, hamda Ilshad efendim şu hamda şu dokladning ichida Amerika va Yaponiyaningki şu munosabatlik organlarınki Amerikadagi doğru tekshirish FDA bo'lsin, Yaponiyaning bo'lsin. Mana shunday nurg'un Amerikada masalan Uyg'ur majburiy emgaki qonuni ijro qilinayotgan bir davlat turib, Yaponiyada o qonun bo'lmasimi bu Uyg'urning masalasiga bunda qonun bo'lmagan bilan endi Uyg'urlar tarafida turib qilayotgan bir davlat ham. Shundaq turibmi? Shundaq bir nurg'un doğru şirketlerge icazet berishininki nayeti ig'ir bir zidlik ekanligi tilg'anlabdi. Sizce bu Amerika, Yaponiya qandaq bo'lib bu şirketlarga shunday ijozat berildi? İcazet berishida menimcha ikki masala bor. Birisi bu doğruların icazetini belki Amerika'nınki mecburi emgak kanununki ötüşüdün burun berilgen icazet bo'lishi mümkün. Şunun davamı bilen minvattan bo'lishi mümkün. Hem de onu ben icazetine kaçan bergen bu doğrularga bir-birlep onu görüp vaqtim çıkmay kaldı. Geçürüsüler.
Yana bir xil ahvol hamda hozirgi Amerikaningki sharoitida Amerikaning bu mecburi Uyg'ur emgekning oldini olish qonuni 2020 yılı o'tdi, boshlandi. Buni ijro qilayotgan yana davlat bexatarlik ministerligininki ostidagi Border Custom Protection Agency CBP deydi. Yana chegara tamujna qo'g'dash idorasi bular ijro qiladi. Bularda hozir maxsus shu qonunni ijro qiladigan xizmat guruhi bor. Bular shuningga tirishyotidi. Ama lekin yeterlik mutaxassislari, odam tekshirish, odam kuchi hamma jihatdan balkim yetmagan bo'lishi mumkin. Yoki yana bir xil, uchinchi xil ahvol Amerikada yana kapitalistlarningki ta'sir kuchi nihoyat cho'ng. Mayli hukumatga bo'lsin, mayli idoralarga bo'lsin, bularningki lobbyist deymiz, ham lobbychilik Uyg'urdami lobbychilik deb qabul qildik. Bu lobbychilarning kuchi nihoyat sal qarg'ini bo'lmaydi. Shuning shu uch tarafdan hamda Amerika hozirgacha birdan-bir bunda bir qonuni bor, davlat qonunni qonunli qilib o'tgan, ham ijro qilayotgan davlat. Amerika qonun bilan mang'igan bir davlat hamdi. Har qanday nemini cheklash uchun yoki tasdiq berish uchun cho'qim qonuniy jihatdan onunga ruxsat bo'ladigan moddalari bo'lishi lozim. Shuning uchun bular uni qilyotidi, ammo har bir tasdiqni o'tkazish uchun, mayli cheklaganni yoki tasdiqni o'tkazish uchun onun bir dalil ispat kerak. Masalan, men shu programni qilgandan keyin shu neminingki chegara tamujna qo'g'dash idorasining xodimlari bilan ozroq paranglashdim. Qanday qilib to'saydi, qanchalik to'say oladi, nima uchun bu dori shirkatlari to'solmadi degan savolimga ularning bergan javobim men abay degan javob. Birinchisi balkim FDA yana Food and Drug Administration Amerikaninki yemaklik va dori boshqarish idorasininki. Endi bu yerda Mentimin balkim meningdan yaxshiroq tushuntirib bera oladi. Bu yerda bu dorilarning ichida men ko'rdim. Bir turkumi Xitoy tibobatininki, bir turkumi Uyg'ur tibobatining. Amerikaninki dorigarlikni tasdiqlashda bu Xitoy tibobati bilan Uyg'ur milliy tibobatining dorilarini dori qatorida ko'rmaydi. Uni yemaklik, sog'lomlikninki qo'shimcha yemakligi deb tasdiqlaydi. Xo'sh. Bu yerda. Shuning uchun bu dorilar, masalan, Uyg'urlarning zukam degan bir nima bor, deymi bir dori bor. Masalan, uni Amerikaninki tasdiqlagan vaqtida uni dori deb tasdiqlamaydi, uni qo'shimcha yemaklik deb sog'lomlikninki bir qo'shimcha yemaklik, oziqlik deb tasdiqlaydi. Shuning uchun bu yerda qonunninki yo'chig'imijiq Xitoy tarafining foydalana oladigan. Onunki Amerika hükümetninki idaralaridagi bürokratik. Bu mu nihoyat kuchli ta'sir ko'rsatdi. Endi Yaponiyaga kelsak, Yaponiyada bunda bir qonun o'tmadi. Demokratiya ellerida qonun bo'lmasa, hissiyot bilan bir narsani ijro qilmaydi bular. Yoki buyruq bilan ijro qilmaydi. Shuning uchun Yaponiyada bunda qonun yo'q. Qonun yo'q bo'lgandan keyin Xitoy bu yo'chiqdan foydalana oladi. Endi Yaponiyadagi, hattoki bu dokladda faqat Yaponiya bilan Amerikaninkini aytibdi, ammo menimcha Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yevropada bu dorilar texnik keng ko'lamda setilayotgan bo'lishi, bozorda bo'lishi mumkin. Hatto Turkiyadan bo'lishi mumkin. Ammo bu davlatlarda demokrat ellerida qonun bo'lmasa, buni bir buyruq bilan yoki hissdoshlik bilan to'sash mumkinchiligi yo'q. Chunki qonun yo'q. Qonun idorasiga berib siz mana qonunsiz, mecbur emgek bilan ishlangan deb tamujnaga berib, "Men to'sa desingizmi?" Ular deydi, "Qonun yo'q, bizga bunda bir qonun yo'q. Biz buni ijro qila olmaymiz" deb buni rad qilib yetadi. Shuning uchun Yaponiyaninkida endi bizning qiladiganimiz Yaponiyadagi Uyg'urlar, hatto bizning bir qizimizmi bor parlamentida. Shunda bir Amerikaning qonuniga o'xshab qonunni o'tkazish lozim.
Uningdan keyin o qonunni ijro qilgan vaqtida buni to'siy olamiz. Xo'sh. Albatta bizning qalbimiz bo'yicha, bizning hissiyotimiz bo'yicha Yaponiya bir buyruq tushiribdi, uni to'svatsa bo'ladi. Hammamiz xush bo'lardik, ammo u mumkin emas demokrat ellerida. Cho'qim parlamentdan qonun belgilash kerak. Uningdan keyin o qonunni ijro qiladigan mablag' bo'lish kerak. Shu mablag'ga moslashib odam bo'lish kerak, texnik jihatdan yetish kerak, hamma jihatdan yetish kerak. Shuningga hozirda Amerikada buni ijro qilyapti. Biz qaraydigan bo'lsak 2020dan tortib bugungacha tadrijiy holda Xitoyning shirkatlarini qo'shib kelyapti. Ammo ma Do'rninkida bir ajallik yeri bor. Bularni tutib olaydigan yerimiz Amerikaning idorasini. Na degan vaqtida bu qonun bo'yicha Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'ur avtonom rayonidan ishlangan har qanday mahsulotni majburiy emgak deb tonish, shuning uchun cheklash. Ammo lekin bu yerda bu doklad bo'yicha bir nechisi G'o'ljidagi zavod yoki bizning vatandagi zavod hammasining mahsulotini to'sash kerak, ammo to'simabdi. Chunki bulardan so'raganimda bularning menga bergan javobi bir xil ehtimol FDA'ninki tasdig'i bu qonundan burun bo'lganligidan bularninki nazaridan saqitib qolgan. Bular diqqat qilinmagan. Onun bilan birga menga bergan tavsiyalari har qanday Uyg'ur, har qanday bir shaxsi Amerikaninki chegara tamojna qo'g'dash idorasining to'r betiga chiqib, dalil isbotni yo'llab, mahsulot Xitoyninki Uyg'ur majburiy emgak bilan ishlangan deb doklad qilsa, biz uni tekshiramiz, tekshirib dalil isbot bilan uni cheklama tizimga kirgizamiz. Ma'u hozirgi bu dokladnikini biz ko'ryapmiz, ammo uningga tekshirish jarayon kerak. Tekshirib bo'lgandan keyin dokladninki hammasi dalillansa, biz uni kirgizamiz degan menda javobim bor. Xo'sh. Ko'p rahmat. Nihoyat go'zal javob berdingiz. Mavtumin doktorim mishadi. Bir qo'shimcha qilaymi shunga nimaga Dilshodning gibi. Hamda bu yerda Amerikada tizimlatgan hamda FDA shu Dora Yemeklik idorasininki tasdiqdan o'tgan shirkat, ikki shirkatgan vatanda. Faqat ikki shirkat. Ularninki tasdiqlangan, hamda u yerda Dorni tasdiqlandi degan gap mega akilib akasi bo'ldi degan gap. Ammo insonlar u Dorni alamda ammamda u xalqning ishi-ku hamda bu yerda faqatlar ikki shirkatgan, bularninki tasdiqlangan vaqti 12 ayning 31 kuni, ya'ni mushu tugatgan hamda. Kelajak yil yana uni davomlashtiramamdi. U bizningki amaliy harakatlarimizga anondikin eng muhimi dokladninki nimasiga cho'ng bog'lanishliq. Endi bu dokladda mi debdi Amerikaninki shu Uyg'ur majbur emgak qonun chiqqandan keyin markazlik cheklagan narsalarning hammasi Do'rdan boshqa savdo setiq bilan munosabatli bo'lib, Dora yoki tibbiy uskunlar bilan munosabat shirkatning faqat birini cheklagan ekan. Çünkü onun sebebi Elşad deb o'tgandagidek hamda bununla nurgun adam kuchi vaqt ketdi hamda ashlarninki qarshi tarafninki cho'qim bizning nazarimizda o cho'qim majbur emgak bilan bog'lanishlik deymiz. Ammo qonun ijro qiladigan organlar bunda ig'izli degan gapga tayinib ish qilmaydi. U isbot kerak. O yani bir mesele, anındık yani bir mesele, mesela adetki bir normal bir hükümden etkilen vaktimizde, mesela adam öldürüş hiç kandak bir devletin kanununda kanunluk emez. Hemiz kanunsuz. Ama adam öldürüş bağ mı desiniz bağ. Bir kanunun çıkışı, oturgu çıkışı şu günden başlayıp onunla hılaplık kıldığı adamın yok oluşunu direkt vermeydi. Çok bu yerde. Hılaplık kıldı. O şu kanun boyunca icra kılındı. Ama o kanun, onda kanun hılaplık kıldığın işini şu günüsünü başlayıp 100% çekleydi diyen gap olmaydı. Mesela eğer onda olduğun olsa dünyanın hiç kandı yerde katillik bomuz oluş gerek. Çünkü katillik hem devlette kanunsuz. Şunlaşka bu yerde icra kılış, vakit, adam küçük nurgun işler bulduğun boğaçka bu kanun resmi icra kılındığın 2021
hozir 3 yil ichida hamda tizimlik qarab baksanız bizning vatandagi nurg'un shirkatlar bularmi shu Bingtonga oid nurg'un shirkatlarning mollari butunlay cheklangan bu anandan keyin Xitoyga oid ig'ir darajada iqtisodiy besim keltirgan hamda doğru bilan munosabatli faqat 2 shirkatniki tasdiqlangankan abiyatin Ilshad deb o'tgandagidek ularning doğrusiniki ko'p qismi yoki Jungi doğrusi yoki nima doğru Uyg'ur tibobat doğrusi bularning doğrularning hammasi alarda qo'shimchisi masalan vitamin deysiz bularni hech qasdan kasal davolaydigan dori hisoblanmaydi bular shu shaklda bu niki qo'ygan cheklimizda doğruga nisbeten ko'p oson bo'ladi yemeklik bilan aslanca farqlanib ketmaydi yemeklikni chet eldan yemeklik kirgizishga qo'ygan cheklimdan jiq farqlanib ketmaydi buni inglizcha supplement deymiz ya'ni yemeklik qo'shimchisi yoki Uyg'urcha shu saqliqni saqlash dorilar deb qo'ydi hamda vitamin deysiz kalsiy deysiz shularga o'xshash ameliyatda bu narsalarning ko'pisi biz yemeklikdan qabul qila olamiz ammo yemeklikdan qabul qilinmagan bir qismini shu supplement ya'ni yemeklik qo'shimchasi orqali uni to'liqlash uni cheklamani biroz farqli yana bir xil ehtimolimi bor bo'lishi mumkin hamda yana birisi nima deganda Amerikada dori bilan davolash alohida qimmat mening avval lobbyist dedim to'g'ri bu yerda alohida qimmat bo'lgandimi odamni hayron qoldiradigan bir qimmatchilikda hamda Amerikada boy bo'la olsa ammo kasal bo'lsang Turkiyaga kirishlar davolanadi Turkiyaga boramiz boshqa davlatlar bordi shuning uchun hukumat ba'zida dorining bahosini mushularni tushiramiz deb onun için lobbyistlarning kuchi bilan lobbychilik bilan ba'zi vaqtlarda bir ko'zni qisib qo'yadigan bunda ahvolmi nihoyatda ig'ir mandal degan vaqtida u davlat bo'ladi ekan bu yer bir qistirib o'tib kelsam yana bir narsani biz Uyg'urlar hamda bo'lsa Amerika atlar shu Xitoyni urib yiqitibsa deb o'ylaymiz biz Amerikaningki ko'pincha vaqtida tashqi siyosatiga bak ahamiyat berib qaraymiz chunki u bizning vatanimiz bilan bevosita munosabatli bo'lganligi uchun amaliyotda har qanday bir davlatning tashqi siyosati faqat ichki siyosatiningki bir nima deymiz bir uzunmisi o hargiz asosiy negiz qismi emas bir davlatning siyosatining negiz qismi davlat ichidagi xalqini rozi qilish shu yerdagi iqtisodni yaxshilash shuning uchun mana degan vaqtda Amerika uchunmi bo'lsa dorini azanarak kiradigan dorilarni chiqarib akirsa uning qayerdan kelganligini surishtirmay xalqi rozi bo'lsa siyosatlar qo'shal yana qayta saylaydi ularni mayli qaysi partiyani olsin shuning uchun bu yerdagi masala lobbyistlar bilan siyosatlarninki ko'z oldidagi manfaat ham bu davlat fuqarolarning manfaatiga ozroq ahamiyat berishdir to'g'ri ko'p rahmat endi doktor hamda siz yuqorida tilg'alab o'tdingizmi shu Xitoyniki eng cho'ng shu dori shirkati bo'lgan shu Sinopharmniki 4 cho'ng ishlab chiqarish zavodining birisi Sharq Turkistonda ekanligini yuqorida javobingizda dorilarni tilga oldingiz hamda shu masalan vatanimizda qaysi xil dori ishlab chiqaradi masalan bu qandaq jinoyatlarga qo'l tiqqan bo'lishi mumkin sizga mayli bu dokladdan qaragan bo'ling va yoki balkim siz vatandami bu sohada ishlab boqqan bo'lishingiz mumkin xalqimizga sinov qilish nuqtasidan bo'lsin Xitoyninki na bizningki vatanimizdagi tabiatning buzilishiga na bizning xalqimizningki har qanday ziyonga uchrashiga parvoyi pelak bir tajovuzchilar bo'lardi sizcha ishlab chiqarayotgan shu dori tizimliklarga qarab qarg'a vaqtingizda albatta programning davomida yana shu doklad tilg'alingan ba'zi dorilarni so'raymiz sizdan shu oldidan bir javob olsam bu doklad men yuqorida aytgandagidek shu open source deydi shu uch qashqar ya'ni hukumatniki kanallar orqali e'lon qilgan bir dorilar ekan bu dori sizda aytgandagidek 76 xil dori bo'lib buningki 45 xili Jungi dorisi andan keyin 14 xili Uyg'ur tibobat dorisi
Yani bular abiyatmen degandek bu Amerika'da doğru hesaplanmaydı çoğu yemek qo'shimchasi. Andan keyin uch xilasi shu ayollik hormoni bilan munosabatli yani hormon dorisi ham bu doğru hesaplandı. Andan keyin qolgan 14 xili g'arb tibobitiniki dorisi ekan, ammo g'arb tibobitining dorisi bo'lgan bilanmi, ya'ni ularniki asosligi shu risk talab qilmaydigan, masalan bosh og'riq dorisi, tizitni yondiradigan dorisi degandek ham dorilar ekan. Bu dorilarniki ichidan qargan vaqtida alayda bir odamning diqqatini tortadigan mundaq yoki bo'lmasa burun biz anglab boqmagan undaq dorilar yo'q asosanchu. Bunda bo'lishining sababi ham mening o'ylaganimda bu dokladning asosli manbasi hukumat manbasidan, ya'ni Xitoyninki hukumat manbalaridan yoki shu dori shirkatlarninki e'lon qilgan mahsulotlardan qochqa bu yerda biz ko'ngil bo'lgan yoki ma'lum bir yangi bir narsalarni sinab qilayotgan bo'lishi mumkin degan narsani chiqarish biroz mumkin ta'samdi buni ichida. Albatta bizningki lager shohidlarimiz deb kelyotdi, lager ichida nurg'un dorilarni ishqizayotganligi, sinab qilayotganligi bulardan az to'la xabar tepib kelyapmiz. Ammo ma e'lon qilgan 76 xil dori, ya'ni Amerikaga rasmiy bir dag'dam yo'l bilan, ya'ni qonunliq bir yo'l bilan kirgizdigan dorilar bo'lg'achqa, uning ichiga alayda bir xil dorilarni kirgizmagan bo'lishi mumkin yoki bu tadqiqot organlari undaq bir uchurga erishamagan bo'lishi mumkin deb qarayman. Shunlashqa bu dorining ichida hamda albatta har qanday dorininki aks ta'siri bo'ldi, uni shu rasmiy o'tkaldan o'tkazib bozorga kirish uchun nurg'un sinoqlarni qilgan bo'ladi. Buningda cho'qim meningcha bu yolg'iz Xitoyda emas, dunyoning har qanday yerida bir dorini bozorga kiritish uchun shu hukumat organlarining tasdiqini etish uchun anında bir sonliq ma'lumot qatorida manchilik odamga sinoq qildim degan narsani sunish kerak endi bu yerda. Qonunliq davlatlarda, masalan, g'arb davlatlarida shu sinoq qilmoqchi bo'lgan odamlarga pul berib, uning imzosini elib sinoq qiladi. Ammo misolan biz yillardan buyon shu dunyo sayya tashkilotlarining ba'zi dokladlardan bilimiz, g'arbdagi nurg'un davlatlarniki dori shirkatlari Afrika'daki kambag'al davlatlarga berib shu yerdagi insonlarni sinoq qilayotganligi to'g'risida nurg'un dokladlar bor ajilmisi. Buningdan Xitoy albatta o'rnak oladi hamda bu yerda g'arb davlatlarida insonlarni shu bozorga kirgizishdan oldingi sinoqlarni albatta undan burun hayvonni sinoq qilib, eng oxirisida bozorga kirish uchun ya'ni odamni sinoq qilish kerak-ku bunaqa. Bu ularni hamda bu burun bo'lib o'tgan o'rnaklar bo'lganlik uchun Xitoyninki Uyg'urlarni bir sinoq taraqqisida qo'llanishi tabiiy ish hamda bu yer. Ammo bu yerdagi 76 xil dorining ichida alayda odamni diqqatini tortadigan, ya'ni burun bundaq bir anglab boqmagan yangi yoki mo'jiz xarakterlik bundaq bir narsa aslida men farq etmedim. Oddiy dorilar ekan, nimalar ekan. Buning sababi men yuqorida aytgandek, bu dokladning asosli manbasi shu Xitoyning ochiq e'lon qilgan sonliq ma'lumotlari, andan keyin ham shundaqla buningga majburiy emgak bilan munosabatlik emasmi deb shuni markaz qilib yozgan bir doklad olg'achqa bizning andish qilgan ba'zi uchurlar aslida yo'q ekan-ku u yerda. Tushundim. Aqisdagi bir qancha savolim shu doriga aloqador bo'lg'achqa yana shu sizdan davom qilsam. Shu ya'ni shu insonlarning plazmasidan dori ishlab chiqaradigan 10 cho'ng shirkatning biri bo'lgan Xinjiang Deyuan biotexnika shirkatining muhim markazi, shundoq dunyodagi PMU estrogenning 25%ni ishlab chiqaradigan bu shirkat qaysi xil dorini ishlab chiqaradi degan bir savolim bor. Bu PMU degan estrogen degan nima? İşleş jarayoni qanday bo'ldi? Bu haqida men tushuncha olgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu shu plazma degan vaqtimizda hamda biz qon bilan munosabatlik
adam bendinki 8%'den 10%gacha qon bo'ladi hamda. Bu qonning ichida taxminan misolanga bir 70 kilo odam desak, uningda taxminan 5 kilo qon bo'ldi. Bularninki taxminan 55%, ya'ni 5 kilonun içinde taxminan 3 kilosu plazma bo'ladi adamning badanida, 70 kiloluk adamning badanida. Xo'sh. Bu ama şu nimede hamda Xitoyninki islohotdan keyin hamda ama şu insonlar biraz erkinlikka erishgandan keyin bu nimaninki burunqi insonlarninki qarashlar, ya'ni o'z ixtiyorligi bilan qon beradigan bundaqa nimalari asosan o'zgarib faqatla askar bilan shu hukumat xodimlarini, o'quvchilarni hukumat majburiy qon berishga majburlaydigan qolgan insonlarni uncha kontrol qila olmaydigan bir holat shakllangan. Ya'ni Xitoyda umuman qilib aytgan vaqtida qon berish ixtiyori bilan qon berish nisbati to'g'ri bo'lganligi uchun shu bozorni ichib islohotdan keyin Xitoy hukumati asosan shu Xitoyda ehtiyojli bo'lgan plazma, yani bu plazmanın içinde her xil aksıllar kirdi. Aşılarının hemmisini Amerika yoki boshqa devletlerden import qilib kelgan. Çünkü Xitoyda nopos jiq, anandikin öz ixtiyori bilan qon beradigan, plazma beradigan odamlar az bo'lganligi uchun uzundan buyon shu Amerikadagi taraqqiy qilgan davlatlardan qimmat bahada sotib olib kelgan. Ama şu 2000'cileri bulup 2005'ten keyin Xitoyda o'zi plazma ishlab chiqaradigan zavodlarga aytdi. Siz taraqqiy qilgan. Bu vaqtlarda endi Xitoyda qon taqdim qilganlarga xeli yetarlik pul beradi. Albatta ixtiyor emas, endi pul beradi. Ammo keyin Xitoydagi maosh o'sab, o nim bo'lib ketgandan keyin o pulni deb qon sotadiganlarmi biraz azlab ketgan, ehtiyoj yuqurlab ketganligi uchun ichkirdagi shu plazma, ya'ni qon mahsulotlari yoki plazma mahsulotlari ishlaydigan zavodlar ig'ir krizisga uchragan. Shuning bilan bu siz deb o'tgan bu bizning vatandagi Doyuan degan shirkat mening esimda qilishi 95-yilda qurilgan şirket. Onunki namı burun ancha bilinmagan. Keyin shu 2017 shu lager boshlangandan keyin bu şirket ushtum tutlakinsa mashhur bo'lib ketdi. Buning sababi nima desangiz, ichkirda nurg'un shu şirketlar asosli qon plazma ishlaydigan şirketlarda qon plazma qahatchiligi, ya'ni yetishmaslik bo'lganligi uchun bu Doyuan şirketi derhal oturga sakrab chiqiblar ekansa, men sizlarni plazma bilan ta'minlayman deb shu Xitoydagi cho'ng shu plazma shirkatlarga men yiliga 200 tonna plazma bilan 300 tonna plazma bilan ta'minlayman deb bu digovor tuzish orqali bu nurg'un pullarga erishdi bu shirkat. Xo'sh. Bularmi 2018-19 yillari bu shirkatninki özünün torbitida e'lon qilgan yillik qon plazma mahsulotini 1000 tonnaga yetkazganligi deyilganda, hamda 1000 tonna. Bu nayta jiq bir son, hamda 1000 tonna degani. Shuning bilan bu ahvol biroz diqqat qo'zg'agandan keyin bu xalqarodagi ba'zi muxbirlarmi bizningki ba'zi tashkilot rahbarlarimizni izlabdi shu qon plazmasi masalasida sizlarning biladiganlar bormi degan deb so'ragandan keyin bu oxirida menga keldi bu nima shu tashkilotninki rahbarlari bu muxbirga meni ko'ksitib qo'yapti. Bu vaqtda biz biroz tekshirish ilib bordik. Tekshirish ilib borgan bo'lsakmi, ammo bularni muxbirlarni o vatanga kirgizib, o sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashish ahvoli bo'lmaganligi uchun o yetarli isbot topolmadi. Andan keyin men bu lager shohidlaridan so'rgan bo'ldim. Sizlardan qon olgan vaqtida qanchalik qon olganligini bilamizlar desam, bular deydi, ko'pinchisi deydi, biz bir uyda ayrim o'tiramiz. Bir kichik bir to'shik bor, o'shaning to'shikdan qo'limizni chiqaramiz.
Kan ağuçunu biz köymeymiz, kançılık kan ağan, onu mu biz tıkamayız dep cevap vergen buldu. Şunun bilen bu muhbirlarnınki nim kılışta bununla yeterlik ispat yok degan bilen bu ahırlaşkan buldu. Alıp kayınlap bir yerimşil bir yıl itişkan bulduk bunun bilen. Anadikin keyin bu şu vaqtda şu başka işkirdeki başka plazma şirketleri bilen divar tüzgenken 200 tonna 300 tonna işte teminleyimiz dep. Anadaki özünün torbitimi yıllık məsuliyyətimiz 1000 tonna degan gaplar barkan, onu saqlab olgan. Hozir qarsangiz torbatlarda unda məsuliyyət, unda narsa yo'q, ilib ne? Hem bu yerda hem de ilib bu yerda hem de bu plazmanın özümü odatda 200 millilitrni bir xaltaga saqlaydi. Bumi qimmat Xitoyda. Men de degandek burun köpünsünü Amerika'dan yoki boshqa davlatlardan import qiladi. Anandan keyin undan boshqa har xil aqsillar bor bu yerda. Uni Uyg'urcha tarjimasini men hozir yaxshi globulin deb shu bu asosli hamda plazma nima desangiz plazmanınki asosli tarkibi suv bilan aqsil. Undan qilsa biz shu kasal bo'lib saqaygandan keyin bedenimizde hasıl kılgan keselge karşı immunite gücü yani ne deydi antibody deyimiz. Muşu nesillerinki emmisi kanda buludur. Mesela biz vaksini urup keselge karşı bir güç payda kıldık ya ki bir keselge gırta bulup sakaygan deyken şu keselge karşı güç payda kıldık. Şuların emmisi bizim plazmamızda buludur. Yani bu plazmadan şu yasıgan nerse plazma özünü mü insanlara uruş mümkün plazmana nimkandan başka şu okşumukan aksılla bu aksılla yalğız bizning bedenni aksılı bilan ta'minlab qolmasdan belgilik kasalliklarga qarshi turish iqtidori va aksılla bular plazma nisbeten mesela 200 millilitr plazmaga nisbeten 50 millilitr aksıl ma'lum kasalga qarshi turadigan yoki ma'lum rol o'ynaydigan aksıllar anada nechasi qimmat bo'ladi-ku endi bahsi hisoblashtirilgan bo'lgan uchun buningki bozor nimasi hozir xalqarodami naiti jeb hamda shu Xitoyninki o'zininki torbitida e'lon qilgan bir necha shirkatlarninki nimasini shu paychiki bozordagi bozor qimmatiga qarab baktım. Asasen Xitoycha yi deganni 100 million bo'lamdi. Bir yi degani. Shu birliki, grafikniki materialda 200-300 deb bo'lgan bo'lsa, shu eng kichik birliki yi ekanda hamda shunday bozor qimmati hamda. Dayta cho'ng bir bozor masalan Shanxaydagi shu paychiki bozorlarda plazma products deydi, shu plazmadan yasalgan dorilarniki paychikmi naytda yuqori nimada hamda. Uningki konkret tafsilotini men iqtisodshunos bo'lmagandan keyin bu tarafga bakir ketmayman. Gayet cho'ng bir bozor bor demoqchi bu yerda. Bu shu siz tilga o'tgan bu Doyan şirketi 2016-17 bulatmak 19 yıl kelganda biroqli mashhur bo'lib ketdi o'zimizda. Dal qarab o'ylab qo'ygan lagerning shu buluşu tutishga boshlagan vaqt şu tarix to'g'ri uning oldida bu 95-yilda qurilgan shirkatkan uning oldida men 99-yil Amerika keldim bu vaqtda bek anglab topmagan o shirkatni ammo keyin shu birisi shu men yuqorida deb o'tgandagidek aslida Xitoyda maash to'lov vaqtida qon sotadigan nimalar qili jiq bo'lsa masalan keyin andan keyin maash ushtum o'zib ketgandan keyin qonninki bahasimi qonga beradigan pullarni shuningga mos holda yuqorilamagandan keyin jiqadam qon setishdan voz kechgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Andan keyin nisbatan aytgan vaqtida Xitoydami hamda boshqa siyosiy erkinliklar bo'lmasmi manda jihatda erkinliklari bo'lgan deb qarayman. Shunlashqa men shu qon iyoni qildigan nimalar qarab baksam qonninki manbasi Xitoyda birinchi bo'lib harbiydan kelgan, askarlikdan kelgan
ikkinchisi ular oliy maktab o'quvchilarini kelgan. Bularni nisbatan shu askarlikda yoki o'qiyotgan maktablarda majbur kontrol qila oladi deb qarayman. Undan boshqa töven dereceli hükümet kadrlarını kilitkendi hem de bular. Ama başkalarını nim qilishga safarbar qilishda xeyli ojizkan ham. Unda olgandan keyin bu yerda nihoyatda yuqori ehtiyojni qondirish uchun yoki bir olsa chet eldan import qilish kerak yoki bo'lmasa shunday azan bir manba tepish kerak. Bu bizningki lagerning boshlanishi mushu bir manbani ta'minlagan bo'lishi mumkin deb qarayman. Nihoyatda afsus hamda bizningki bu ishga ko'ngil bilgan muxbirlar hamda bununla ait ahirda men yeterlik ispat topamadım deb bir Reuters'ninki bir muxbir aloqalashgan. Onunla men izlengen narsalarning hammasini tepmadim. Albatta bizningmi sotning oldiga qo'ygandek bunday kuchli isbatimiz yo'q. Ammo bir xil his tuyg'umiz bor. Cho'qim boshdaga qilishi mumkin degandek his tuyg'umiz bor, ammo isbat bo'lmaganlik uchun muxbir oxirida buni qilmadi. Nihoyatda yaxshi yeri bu dokladda shu men ayni vaqtida nima narsalarning hammasini tilga olibdi. Amma o orbiti qarsangiz 1000 tonna, ama dokladda mı depti 800 tonnadan 1000 tonnaga ishlab chiqarayım degan. Lekin men oldingisi orbiti qarab chiqsam u sonliq ma'lumot yo'q. Faqatla agar Xitoyni qarab boqmamsiz darhol yani yuvatganligining o'zilam yani qo'sqini og'rishi bo'lg'achqida hamda bu 1000 tonna qon degan nima degan gap ya. Chunki 3 yilning oldida 3-4 yilning oldida xeyli biz izlandik bu to'g'risida hamda belki o memlekette bular bek Uygur mecburenke kanun çıkandan keyin anadaki lagerninki meselesi xalqarada biraz bo'lgandan keyin lager bilan çitişlik taraflarda ular biraz sezgirligini aşırıp hem de nim qilgan ashtaq qilgan bo'lishi yoki yo'q unda bir siyosat tushgan bo'lishi mumkin. Shu. Anadan keyin sizning ikkinchi savolingizga kelsak, PMU degani bu asosli shu ig'royoq otninki sudikitni yasalgan dora degan gap hamda. Bu dora 42-yili Amerikada ijod bo'lgan, toki shu 2000-yilgacha ya'ni 2090-yilning oxirigacha bütün dünyada Amerika monopol qilib kelgan bu nimani Amerika bilan Kanada, Avustraliyada mazraq bo'lish mumkin. Bu shu ot yayloqlari cho'ng davlatlar shu Amerika kuchga kelgan bu 42-yildan bo'lsa hozircha 80-yildan ishibdi. Hamda dastlabki 60 yılda, 60-70 yıl şu Amerika nüfus gelgen monopol qilgan bu bozorni. Ben bu taxminen şu 20-25 yıllar burun bo'lishi mumkin. Bu şu G'uljida boshlandı. Bu yerda asosli bu G'arbda nima uchun bu nima bo'ldi desangiz ikki xil sabab. Birinchisi şu hayvan hukuklarını qo'g'daydigan tashkilotlar bununla ait izchil qarshi turdi hamda bu yerda. Şu hamda normalda otninki sudikini sivasimi hech nima bo'lmaydigan o'tning hayvanning huquqiga nima daxli qildi deb qaraymiz. Ammo nimaga ishiltirdi? Ha? Nimaga ishiltirgan to'g'ri? Hozir deyman shuni kelimi. Endi bu yerda o atni yetarlik tonlab sudik ilish uchun bu shu davomli ig'roya qilish kerak-ku bu yerda. At uzildimi ig'roya qilish kerak. Xo'sh. Anadan keyin buni sudikni ko'p miqdorda sudik ishlab chiqarish uchun uningga ko'p miqdorda suv ichkizish kerak. Endi nurg'un jihatlardan biz tasavvur qilolmagan darajada atninki huquqiga yapsandizlik bo'ladigan gapkan. U bir sabab. İkincisi şu hayvan hakları niki tashabbusi ya başka sebepler tufaylidan bu doğru to'g'risida naydi cho'ng ko'lamlik bir tekshirish ilib bordi Amerikada. Bu tekshirishning natijasida u dorininki shu yurak tiqilmasi
meni qon tushish, anandan keyin ba'zi ayollarning rak kasalliklarini keltirib chiqardiganligi doklad chiqqandan keyin bu dorilar nurg'un davlatlarda ishlab chiqarish cheklangan. Ammo bozori bormi desangiz, nihoyatda kuchli bozori bor dori. Buningki o'tgan yilgi bozor nimasi setilish o'tgan yilgi bozor qiymati 1,5 milyard dollar ekan bu dorininki nimasi. 1,5 milyard dolar. Endi buni nima dori desangiz, bu asosligi shu ig'royoq otning sudikidan chiqargan estrogen, ya'ni kishi hormon yoki ayollik hormon. Shuning bilan munosabatli dorilarni ishlab chiqargan bo'lib, bu asosligi shu ayollarninki hayz to'xtagandan keyingi bo'ladigan nurg'un kasalliklarga nihoyatda unumi bor deb qaralgan dori. Shu hayz to'xtagandan keyin hammamiz bilamiz, ayollarda hamda uningga turkcha menopoz hamda işte inglizcha qo'llangan gapkan turkchasi. Balkim anglab bakkan. Xo'sh. Bu biz Uyg'urchada onunla nima bir söz bo'lmaganlik uchun vatanda Uyg'urlar aslında gilnenchi deb ishlatadi-ku buni. Hayz to'xtagandan keyin kelib chiqadigan nurg'un kasallik alomat, masalan mijozning o'zgarishi, cho'sop qilishi, uyda aran so'qash, urush jidal qiladigan, anandan keyin shu jinsiy ayollarning jinsiy havasi to'vallab ketadigan, bularning bak jinsiy a'zo quruq yoki nim qiladigan nurg'un shu hayzning to'xtashi bilan munosabatli nurg'un kasalliklarga ishlatadi. Anandan boshqa, anandan keyin misalenge ayollarninki masalan chiroyini yosh ko'ksitadigan ashdagi sirtidan teriga surkaydigan dorilarni tarkibidan bu narsa borchu. Chunki mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, bu ayollarning biroz burun hamda masalan ayollarning shu bazılarının 45-48 yaşta başlansa, bazılarının 50 yaş etrafı başlandı. Şu hayz to'xtagandan keyin bedendeki nurg'un hormonlar bütünley Türkçe desek dengesini buzudi-ku, egizpas bo'lib ketadi-ku. Erlarninki biraz kim başlandı? Hem de 55 yaş, 60 yaşlarda başlandı. Bazı erlerde iniqroq bo'ldi, bazı iniq bo'lmaydi. Ama bizde şu tug'ilib mesela 18-20 yaşga kirgichlik bir xil hormon tangponlik bo'lsa, 20 yaşdan şu 50-25 yaş, yani biz resmi balog'atga yetgandan boshlab toki 50 yaş, 55 kişilik bir tangponlik. Uningdan keyin yeni bir tangponlik barpo bo'lguchilik oraliqda ba'zilarning 5 yil ketsa, ba'zilarning 10 yil vaqt ketadi-ku ayollarga. Ayollarda biraz iniq bo'ldi. Erlarda amma ma dori, PMU degani dori shu nimadan yasagan doriga chiqib, ig'royoq otning sudikidan kelib chiqqan kishi female hormon deydi, ya'ni ayollik hormoni. Aşıngda yasagan doriga uchun bu asosli ayollarninki shu hayz to'xtagandan keyingi kasallikka ishlatilgan dori. Bu dori yuqorida o'tganligidek Garip devletlerindeki hayvan huquqlari ve her xil sebeplerden bozordan chekkinishige ergishib, bu fursatni g'animat bilgan Xitoy hukumati G'uljidagi keng yayloqlarniki bo'lib mubakkali iqtisodiy to'van qozoqlarga jalb qilgan hamda bu hamda normalda sivitadigan sudiklarni shimolda butun qozoqlar chilaklarga qochilaydi-ku bu nimani. Kaçılap aşılağa naiti azam bağda satıda ama buğla yani tarqaq Kazaklarınki satkan südükleri yeterlik olmağalık gün hazır şu G'olji tarafta aslen Bingtan kontrolünde nurg'un şu atlarını maxsus iğrayak kılıp ularning südükünü toplaydigan firmalar şekillengençi. Hoş. Bu asasında şu anda. Bu hem de mesela meyli Türkiye olamdı, meyli
şu Kore olamdı, Japonya olamdı. Bu doğrular hem de bular pek at yok devletlerde naiti çoğun bazarı var bir doğru. Çünkü onun eks tesiri bozma ama nurgun insanlar 10 yıl 15 yıldan keyin turgan eks tesiri emas. Hazırki rahatsızlıkını oңşашqa mecburcu. Çünkü bu ayollar hem de şu 50 yaşının üstündeki ayollar yaxşı bildi bu adamni rahatsız kıldıgan bir ahval hem de hez toplagan dikiyinki şu bir neçe yıllık özgürüş. Çoğun bir bazar hem de. Bu hazır 25%'ni egallagan bolsa Amerika'da asaslı Pfizer şirketi işlep çıkardı bunu hem de. Pfizer'ninki şu ötken yıllık nemisininki şu ilan kılgan bir nemiste şu PMU doğrusununki bazar kıymeti 1,5 milyar dolarga ötken 2023 yılında. Bu da çoğun bazar olgandan Xitayga nisbeten çoğun bir iqtisadi kirim kalkıdığan fırsat anandan keyin bulapın bek hayvan hak huquqlarini qo'g'daydigan anandan keyin şu yeterli at yok devletlerine nisbeten naiti ihtiyacı var bir mahsulot çok. Doğru dersiz. Hakikaten doktor yani bu insan yukarıda siz çılgınlık ötken bu sağlık malumatlar yani ameliyatta bulup kan meselesi olsun, şu dokulatım tilganlıp doğamdı. Xitaylar bütünlay pidayla kıldı dep diyen bilen bununki hiç kandak ispat yok bununki delil yok. Bunçu valla cinayetler bilen yüz berip atkan bir devletin akçıda bunu işinemiyoruz bunu kadar. Hem yine doğru meselesi yana bir qancha sual var ben onu sorayım hem de İlşat efendim siz hem de yukarıdan anlap öttünüz. Üçüncü valla çoğun bir cinayet nurgun irqi qırğınçılık yüz berip atıp atkan bir devlet Xitayninki albatta. Bunun kolumuzda hazır nöbette mana bu deplam aldığı taşlap bereleydigan kanun bolmagan bilen taşlap bereleydigan delil ispatlarımız bolmagan bilen yani bu sağlık malumatının özü əməliyyatda mesela Xitay aşındaq öz almanı yılda 1000 tonna men təməlləymə o bu dep. Bunu ati şehrinin qanına əgəb təməlləyməydi kəmdi bununla. Yani o yerdeki o rayonda yaşayatqan xalqның nüfusunun sani məlum. Bir hesaplaş maşinesi oturup hesaplasa Xitayning əməliyyatda qandaq cinayetler kirib atqanlığı mənim dəplə aldığı çıxdı əmdi. Xitay uçuq aşkarı aşmağan ekan bu məsələni. Ve muşundaq başka yani kılıvatkan Xitayning bu işleri. Bu cinayetler siz nimalarni his qildingiz? Bu yani bizler mesela yani qilishga tegishli qandaq bir ishlar var mesela. Albatta yani bichara xalqimizningki qanchalik lager shoirlarimizning guvohliklarini aldık yillardan buyon men shu Mayli Zumrat xonim bo'lsin, Qalbinur xonim bo'lsin, shularning lagerda tatgan alamlari, shular bergan guvohliklar Abay doktorimiz dedi yani biz ko'maymiz qancha qanag'ini. Muşunda bir cinayetler işleniyatkan insaniyetinin köz aldıda bir rejim bilen şuna kuraş kıvatımız aldı. Siz nimalarni his qildingiz? Qandaq bir ishlarni qilish kerak mesela bu masalada? Bu yerda bir nima fazilat yoki bir millatninki e'tiqodi bilan shakllangan insoniy biz köz qarashlar bo'ldi. Mesela mümkün degandek g'arb dunyosida otninki suyligini hamda elish uchun uni to'xtamay amaldor qilish, buni suv ichkizish. G'arbda hattoki bir hayvonligimi zulm solganni bu hayvon huquqini dafsanda qildi deb buni arz qilib shularni qila oladi. Ama Xitoyda bunda bir narsa yo'q. Biz burun çaqchaq dattoq osmonda uchgan aeroplan yarmi 4 tuva o'rindiq ustaldan boshqa hamma nimani yeydi deymiz. Bu çaqchaq. Ama lekin Xitoy davlatida bo'libmi kommunistlarninki davrdan keyin ishg'oliyatidan keyin mayli bizning vatanda bo'lsin, Xitoyning ishg'oliyatidagi Tibet yoki Xitoy o'zida bo'lsin, bularda butunlay insoniyatdagi eng tuvan bo'lgan bir insonninki qimmatiga, o'riga, hurmatiga bo'lgan qoida yusun deymiz, axloq normlari bo'lsin,
hammani bular bitchit qilib vayrona qilyapti. Xitoy millati uchun hozirgi vaziyatda hatto ba'zi bir Uyg'ur manqurtlarni shunga kirdi, boshqa millatlarning bu puldan boshqa hech nima yo'q. Bu dunyodan boshqa hech nima yo'q ular uchun. Shuning uchun bu yerda men burundan deb kelayotgan Xitoyning razilligini biz o'ylab yetolmagan bor, ammo Xitoyning qilolmaydigan razilligi bu hokimiyatning yo'q. Razilligining cheki yo'q. Shuning uchun masalan abay mamtimin nayti yaxshi tushundirdi qonun masalasini. Ammo Xitoy burundan tortib Uyg'urlardan bu qon elishni davomlashtirib kelgan. Masalan biz o'qigan vaqtimizda bu oliy maktabda nomida deydi uni o'z mayligining fidoyilik bilan deydi. Ammo lekin partiyaga kirmaydigan, ittifoqqa a'zo bo'lmaydigan o'quvchilarni, ya'ni aktivlarni majbur olib berdi. Sen uni qilmadingsan. Harbiylarga, hukumatlarda ishlaganlarga majburiy bu qonlarni olib keldi. Bu yerda qonni ilishda faqatla plazma yoki dori ishlashlar emas, Xitoyning balkim biz bilmaymiz, keyin qoral ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, hozir Xitoy to'xtamay Amerikani, G'arbni, Rusni qarab ta'qib qilgan, ya'ni Rusni nishon qilgan yoki Xitoyni nishon qilgan har xil gen qoral ishlayotdi deydi. Abay biz dedik-ku, Xitoy maligiston o'g'ri kuchlik. Har doim o'zi qilayotgan ishni oldi bilan boshqalarga atadi. Chunki u pashib qolgan vaqtida voy ba qilgan deb o'zi do'ngaydiganlar. Shuning uchun bu yerda Xitoyning mayli men maslanga bir ish abay deydinglar, mamtimin degandiki bir ish mening kallamga kelgan. Men naytichi uzun o'ylangan buni. Masalan men Shixazli vaqtimda tibbiy institutida ders o'tgandim, Xitoy tili ders Uyg'ur bolalarga. Doktor bo'lmoqchi bo'lgan bolalarga, ular Xitoy tili. Shixaz Yishoyan deydi, ya'ni tibbiy institutida. Ben berip dersini başlagandan keyin bir kuni cuma kuni berip doktorxonaning oldida bir 200 dek Uyg'urni ko'rib, ayol hangtang qoldim-da, bu qanday bo'lib bu Shixazda bir tuyuqsiz 200 dan ortiq Uyg'ur paydo bo'ldi deb shuni surishtirib so'rasam, qon sotadigan Uyg'urlar ekan. Hamda shu vaqtda u degan, bunda deganda 90-yillarda shuning bilan jiq o'yladim. Ama o vaqtida mening asosim yo'q, mamtimin doktor. Shu vaqtlarda o'yladim, bu Xitoylar bag'ani siri yug'urib ketib bordi. Chiroyi o'zgaryapti. Burungi biz ko'rgan Xitoylar teshida chiroyi nayti sart desak emas, hamda biz ko'rganlari. Hakka vijikdi. Bir mushursa qochadigan qo'rqidi. Ammo lekin bag'ani siri to'g'adinki Xitoylar. Shuni men o'yladim. Muşu qandın sebepmidi o? Uygur'un kendini Xitoyga bergandan keyin qandın adamninki o'zgarishi bo'lamdi, avlodlarninki deb o'yladim, ammo asosim yo'q. Endi men tibbiy sohasini bilimim yo'q. Bu so'zni so'raymiz hozir. Ammo Xitoy bu yerda nima uchun Uyg'urlar qon setishga majbur bo'ldi degan mas'ulni so'rash kerak. Xo'sh. O'zining ziminida nima uchun Xitoyga sotadigan bu tuyuqsiz 200 necha Uyg'urning keyinda onunki qarasam her cuma kuni ular shu yerga keladigan, qon sotadigan, ularning beshimi borki, hamda u beshi Xitoymi yo Uyg'urmi tuqanmadim, ammo bir Uyg'ur boshlab keladigan. Demak, shu vaqtdan tortib Shixazdek bir Uyg'urning soni yo'q. Uyg'ur nayt oz bo'lgan bir shaharda her cuma kuni 200 dan ortiq Uyg'urning kelib qon sotdi degan gap. Bu yerda bu Urumchida qanchalik, qolgan yerlarda qanchalik bir yerde bir sual so'rash kerak. Nima uchun Uyg'urlar bunda keng ko'lamda sotadi? Namratlikda. Bu namratlik nereden kelgan? Xitoyning siyosatidan kelgan. Bu birisi. Endi ikkinchisi sizning savolingizga. Men Qumulda to'liq o'tirdi o'qiyotgan vaqtimda bir kuni tuyuqsizlar maktabdan tushdan keyin bo'laydigan vaqtida qor bo'ron, qum yomg'ir yog'di-da, endi qum yomg'irsi. Qum yog'di osmonda. Bana degan vaqtda 3 metr jiroqda hech nimani ko'rolmaysiz. Velosiped minib maktabdan uyga berish mumkinchiligi yo'q, chunki ko'rgin olmaydi. Og'zingizni ochsangiz qum kirdi. Shuni olib velosipedni yetlab uyga ketdim.
Bir 10 minutlik piyade yol, 15 minutlik oluş mümkün. Keyin bir ay mı öttü mü, keyin bizning Xitoy davlatimiz gazetda o'qiganimizda mana vaqtida bir atom sinaq o'tkazdik deb e'lon qildik. Buni o Angliyadagi Anvar To'xtimo deyotidi. Shu atom sinaqninki shu qum yomg'irlari bizning vatanda hamma yerga yig'ayotgan shu vaqtlarda. Masalan biz Amerikada mamtimimni yaxshi biladi, balkim sizlar angladinglar. Mush bir necha yildan ko'chma Uyg'urlarning orasida o'lim nihoyat ko'p bo'lyapti. Ko'pinchisi rak kasal. Bu rak nereden kelgan? Biz şu Xitoyning atom sinig'ida ko'pinchimiz shu yerda yashadik. Uning da Xitoy hech qanday bir puhrani ayash va Uyg'ur ijroq tursin, o'zininkini aymagan. Manda bir sharoitda bo'ldik. Manda degan vaqtda biz sinaq bular uchun. Sinaq ishlatdi bizni. Endi keynida shu davrlarda Janubning yo'lini to'sib o'tibdi, 2-nomerlik kasal paydo bo'libdi, 3-nomerlik kasal paydo bo'libdi degan har xil xabarlar bilan Janubning yo'li to'silib qolgan, Shimolning yo'li to'silib qolgan, nama'lum kasal paydo bo'libdi deydi. Ammo bularni hech qachon bizga o'tmadi. Lekin Sovetninki Qozog'istondagi bio, yana chemical kimyeviy qurol yasaydigan yerdan keçib kelgan Qalibek deb bir Qozoq ofitser var, hozir Amerikada hamda hayotni o'qimayman. Shuning yozgan bir kitobi bor. Uning da yozilishicha, o o'zi shuningda tadqiqot Sovetninki, yana kimyo qurol tadqiqotida ishlaganligi uchun o Xitoyning mushundaq har xil kimyo qurollarni Uyg'urlar bilan tadqiq qilib berayotganini 90-yillarda, 80-yillarda ip berayotganligini dedi. Mana diqqat qilinglar. Shu kitobida bor. Kitobning inglizcha ismi Hazardes deydi. Yozuvchisi Qalibek degan bir nima qozoq bola. Bu Sovetninki kimyo tadqiqot armiyasiningki ofitser bo'lgan odam. Hech hozir Amerikada. Endi mening demoqchiligim nima degan vaqtida bugungi kunda Uyg'urlarning keng ko'lamda qenini nima uchun oldi? Uyg'ur millatida mana degan vaqtida har xil tipdagi inson bor bir millat biz. Bo'libmi Xotan, Qashqa, ma taraflarga mangsangiz, Iran tipdagi, Yevropa tipdagi, har xil tipdagi Uyg'urlarning hammasining aralash. Shuning uchun Uyg'urning geni mana degan vaqtida dunyoda eng mo'l bo'lishninki bir xili deb qarayman shaxsan. Bunga yana mendan yaxshi javob berdi, ammo mening farzim shu. Chunki bizning chiroyimiz 10 Uyg'urni bir yerga kelsa 10 xil chiroy biz. Yevropaliklarning chiroyi bor, Kavkazlarning chiroyi bor, Eronlikning bor, Pokistonning bor, hatto azroq Mo'ng'ul chiroylarimiz bor hammamiz. Bu demak Xitoy bugungi kunda Amerikaga tutatman, dunyoni so'rayman deyotgan vaqtida Uyg'urning genini elishi, Uyg'urning gen samplni nusxalarini elishi, har xil Uyg'urlarni har xil qurollar bilan tadqiq qilishi tabiiy deb qarayman. Bu Xitoy qila oladi. Chunki bu millatda abay degandek kommunistninki ta'siri bilan naiti qallisi yuyilib ketgan inson qimmat yo'q. Yana bir masala bu yerda masalanga ismini atab turibday. Amerikada Bush hukumatining tartib stem cell deydi. Men yana buningga mutaxassis shu. Xitoycha ganshi bor deydi. Buningda hamda mening azroq bilimim bo'yicha har xil nima qilish, tadqiq qilish, odamlarni qaytadan kolon qilish, bu texnikalarni taraqqiy qilishga nihoyatda unumli bir ishiltirgan narsa. Ammo bu hukumatidan tartib Amerikada bu ma'lum darajada cheklandi. Nima uchun degan vaqtida bu yerda bir e'tiqod bor. Mayli xristian e'tiqod bo'lsin, musulmon bo'lsin, e'tiqod bo'yicha bu yaratquchining territoriyasiga biz ishkirlab kirmaylik dedik. Xitoyda bunday bir narsa yo'q. Xitoyda hech qanday bu falonning territoriyasi bu yerga kirsak, oqibatini biz kontrol qilolmaymiz deydigan ma'qum yo'q. Bugun foydalansak, abay mamtimin degandek, bugun bizga foydali bo'lsa, ati nima bo'ladi, u dunyo o bizning qarimiz yo'q deydi. Shuning uchun bu yerda masalan deydigan yerim, ismini atab deydigan yerim, nima uchun Shuhrat Mutallib Xitoyga berib tadqiqotni olib boradi oxirgi vaqtlarda. Hozirda hamda
yana bir necha Janubiy Koreyaninki g'arbga kechib kelgan mushunda bir olimning hozir Xitoyda ekanligi, yana Xitoyda bu tadqiqotni ip berayotganligi, hatto Shimoliy Koreyaning borligi, u yerligi. Nima uchun bu olimlar Xitoyga berib tadqiqot ip boradi? Chunki bu olimlarning, masalan, Shuhrat Mutallibni men mijiq o'ylashdim. O bir Uyg'ur, hamda bizningki bir faxrimiz bo'lgan. Ama lekin o Amerika tadqiqot ip borsa, Amerikaning ma'u e'tiqodiy jihatdagi oldin sharti bilan cheklimasiga uchraydi. Ama Xitoyda bunda cheklimi yo'q. Shuhrat Mutallib sotsializm Sovet vaqtida tarbiya olgan, shuning uchun bularda e'tiqodimiz suv so'lidi. Xuddi bizning Uyg'urlarga o'xshab. E'tiqod suv so'lidi ekan, bu territoriyani arimaydi. Shuning uchun bularni berib Xitoyda mo'shuni ishlayotdi, bu tadqiqotlar bilan shug'ullanyotdi. Bu tadqiqotning oxirgi yeri nega berib to'xtaydi? Buni biz bilmaymiz. Xitoy nega ishiltidi? Bularni surishtirmaydi. Bularning qildig'ini mening natijam chiqsa deyotdi. Ammo Amerikada masalan bir men bizning bir Uyg'ur bu yerda bu mo'shunda bir muhitda bo'lganligi uchun tadqiqot bir yeriga borgan vaqtida ma ethical deymiz hamda ma o fazilat qoidamizga taqilır ekan desa to'xtaydi mumkin. Ammo Xitoyda bu to'xtash yo'q. Ya, bo'ldi. Oxirgi natija chiqsa, o ashuni ko'ray oldi bilan, uning qag'ir nima, bu ilki odamlarningki havisi cheki yo'q bo'lib ketganligidan. Shuning uchun menda hamda mening demoqchi bo'lganim, Xitoyning bu yerda biz abay degandek Doyuan shirkatininki 2016dan keyin tuyuqsizlar buning nom ko'tarib nim qilishi bu kadar. Bular Uyg'urning qinini ishiltyapti, majburiy bo'lsin yoki nima usulda bo'lsin. Ammo balag ishiltyapti, nimalarni qilyapti, biz bilmagan bilan ammo tasavvur qila olamiz. Xitoyda bunda o'lcham bo'lmagandan keyin yana abaqi gapim bilan xulosalasam, biz tasavvur qilib yetolmaydigan vahshiyligi yo'q. Ammo Xitoy hukumatining qilolmaydigan vahshiyligi yo'q. Bunday degan vaqtida biz tasavvur qilmasligimiz mumkin, ammo Xitoy qila oladi. Ularda bu cheklim yo'q. Shuning uchun bu yerda Uyg'urlarni balkim hozir gen quroliga, ximiya qurollariga hammasiga tadqiq qilayotgan bo'lishi mumkin. Nima uchun Uyg'urlar lagerdan ba'zilarini qo'yib berdi deydi, bir haftadan keyin o'lib ketadi. Bir oydan keyin o'lib ketadi. Masalan, buni agar biz bog'lab, hozirgi Rusning ma'u Angliyada bir necha qarish tuganlarni o'ltirdik. Masalan, Xitoymi hozir chet eldagi Uyg'urningki tashkilotlarning rahbarlariga, aktivistlarga ishiltirgan har xil dorilarni tadqiq qilayotgan bo'lishi mumkin. Siz bilan bugun ko'rishib, bir bo'lib suhbatda siz ichdingiz. Hozir siz ichdim bo'lmaysiz, bir haftada ichdim bo'lmaysiz. O Xitoy qaytib ketgandan keyin yoki siz bilan yaqinlashgan shu odam Xitoyga qaytib ketgandan keyin bir oydan keyin tuyuqsiz o tutib sizni o'ldirishi mumkin. Ama o vaqtida siz kimdan gumon qilishni bilamasligingiz mumkin. Masundaq qurollarni, mushundaq ximiyalik dorilarni buni tadqiq qilish uchun Uyg'urlar guinea pig deydi. Bu endi uni Uyg'urcha nima deydi? O alqibicha oqchashqan va tadqiq qilingan dorilarni anga ishiltirgan. Şunun o'xshash Uyg'urlar shu kunda mandal desak, bu dorilarga bog'laydigan bo'lsak, balki mamtiminning degan to'g'ri, o dorilarninki ko'pinchisi normaldagi dorilar, uni oyaga ishlatmaslik Uyg'urning qilma, ammo lekin Uyg'ur tayyor tadqiqot, tayyor organ hammasi apirib igi jaqsi yo'q, huquq yo'q. Hamda bu yerda oxirgi, ya'ni bir deydigan gapim, majburiy emgak deyli, o bundayli, Amerikadan xapolimiz icra qilmi deydi. Ama lekin mening yana bir to'ygan, his qilganim, mayli Turkiyada olsun, mayli Amerikada azroq to'silyapti. Uyg'urlarninki Xitoyning bizning vatanda atalmış ishlagan Uyg'ur taomlari yoki Uyg'urning boshqa bir nimlarini ochqib Amerikada setish, Turkiyada setish, Yevropada biz onun manbasini o'qimaymiz. O zavodlarda ishlanyapti. O majbur emgakmi? Meningcha majbur emgak. Xo'sh. O Xitoyning xurishini ishlatmasang, legan to'qoying o'xshamamda, meningcha o'xshig'idek bir nimani Turkiyadan topqin bo'ladi, Amerikadan topqin bo'ladi. Nima uchun Xitoynikini olsa?
Nima uchun sen bir Uyg'ur Xitoynikini sotsan? O hazır vatanning ichida qancha Uyg'ur korxonchi shularni ishlatib chiqara oladi? Egisi kim u? Biz bilamdik, bilmaymiz. Men faraz qila olaman 99 Xitoyning shirkatlari. Xitoyning ishlayotidi. Uyg'urni ishlatayotidi, majburiyamga qilyotidi, ammo Rangpizi aytdim, Legan To'xoy aytdim, uning qo'rishi shu Xitoydan kelsa eng yaxshisi vatanning purug'iga deb biz özümüz Amerika'dan kapolumuz tosumu deyip Amerika özümüz yapıp bazarı silip özümüz şunundan Uygur'un kıyınıdan Uygur'un terinden biz faydalanıyoruz. Pul tipi atkallar bak şununla setilip bir nefsin tutanmay aşınınla koyatkan Uygurlar kör. Şunun için bir yerde benim dayıdığım Amerika'ya talep koymayız, Japonya'ya talep koymayız, özümüzden başlayımız. Nefsinge bir iyi çıkalım. Özümüzden, nefsimizni tutuşunu öğrenişimiz lazım. Bir milli kırgınçılık uçuravatkan millet özünün nefsinden vazgeçemese bu kırgınçılık devamlaşır. Öz nefsini tutuş gerek. Özümüzden ıslah kılış gerek. Allah razı olsun. Nayeti güzel söz kıldınız. Hakikaten bu Türkiye'deki ben hatta İstiklal'da ayrı mahsus bir program kıldım. Keçip durmuş bir moğunca Xitayning axlat mallarını. Bu numus qilishmamsa qaynov sendeki vicdan deb şu. Müşahideki setayotgan dukan hem yeyotganlar hem setayotganlar. İnsan hakikaten numus qilishdi bir ish bulag'an bir söz qilgan bo'ldingiz. Allah razı olsun. Hakikaten bak içiniş ya bu so'zlaganlaringizning hech birisining kelqi ihtimal sirtidagi narsa emas. Aminiyati bo'layotgan ishlar shu hamda har qanday bir şu Kimyurus'un üstüde eğer işleydiğin kallı olsa bunu düşünüş gereken her kanda bir insan. Doktor hem de yukarıda İlşat efendim diyen... İlşat'ın gibi bir başım çıkılay. İlşat hem de nurgun ihtimallıklarını sözüldü. Birinciden ma dokulat men dep ötkendikidek bu open source deydi şu hükümet resmi ilan kılgan sallık malumatlardan içivetken aşağı materyallardan sallık malumatlarını analiz kılıp yazgan doklatken ama bu yerde anadınkin şu abiyatın ilşat dep ötken birinci Yıhavbin, Arhavbin degende birinci numurluk, ikinci numurluk kesellikler anadınkin şu az uçuraydigan kesellikler, raklar degendikidek her xil keselliklerning hamda men şu doktor olganlik uchun asosimiz tibbiy jihatkinda uning boshqa nurg'un sonliq ma'lumotlar bor. Bular hammasi Xitoyning davlat siriga kirdi-ku. Masalan men bir doktor bo'lib bir bo'limda ishlagan bo'lsam, men faqat o'zimning sonliq ma'lumotini uqaman. Ammo butun Uyg'urningki sonliq ma'lumoti shu optimuraylik sayya nazorati yoki statistika nimasiga o adamlar çeklik ortaklaşalaydıca onu aslında devlet seriga, devlet mahfiyetliğe kürgüzvetken neyse. Şunlaşka ilşat oturup koygan nurgun ihtimallıklarını ben normal kanuni yollar bilen kılgan dokülatlarda biz körelişimiz naydı kıynemdi. İlşat Rapörtte bir kitapnınki izlığalıgını aslında bu bir devir alıp ya ki şunun içindeki adamdan birisi erkin bir dünyaya kilip şu sırlarını açmak için bu sırlar aslında bizimki fakat peraz kılışımız, tasavvur kılışımız bilen lakinse çekilip kılışı mümkün bulup mu bak bizimki küçümüz nayeti çek boğallık için mesela birisinin aldığı berip şikayet kılıp halimizde etkial vaktidimi ularga delil gösterip vermemiz mümkün. Onun üstüge biz biraz hissiyatçan millet olganlık için hem şu dert elemlerini ait yetkici tatkan bir millet olganlık için biz kaldığımızda özümüz his kılgan nesnemi çokum başkalar his kılaliş gerek, çokum başkalar biliş gerek dep oylap nurgun gaplarga hissiyat aralashtirib olamiz-ku bunimda. Ispat emas, hissiyat aralashtirib. Iniqli tursa bu deb turib olamiz nurgun yerde. Bu anlıqçı biz yaşagan o kunlarni ko'miganlik uchun bizga iniqli turgan narsa boshqalarga undaq iniq bilinmaydi. Shuningdek bu yerda
hissiyat bilan ko'p so'zlagan vaqtimizda biz İngilizce credibility deydi. Biz insonlarningki bizga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Bular baribir quruq gapni to'liq qildi hissiyat. Shunlashqa 10 ig'iz gap qilishning o'rniga bir ig'iz gap qilsakmi, cho'qim shunday hissiyat aralashtirmay isboti bilan so'zlagan vaqtimizda biz baribir dunyoda o'zimizning credibility ya'ni ishonchi Türkçe'de güvenlik demdi nima deydi. Madem herkes hissiyat qaynab gap qilmaydi yoki yolg'on gap qilmaydi, bu degan gap bu odamning gapi rost degandek bir xil ishonchi. Kelgan vaqtimizda anandan keyin bizningki degan gaplarimizninki salmoq oladi. Ham bu shu da'vodim hamda albatta bizningki da'voninki nurg'un taraflardan aytib ilgirlashlar ko'p, ammo yanala biz xuddi ijtimoiy taraflarga chiqib shu xiyolimiz kelgan hamman da'vosak dünya bırakla biz tarafga o'tibla ekansa ishlarimiz hal bo'lgandek unda his tuyg'uda bo'lib qolsak Xitoyning bir gapi bor bo'ri keldi deydigan nimicha rasmiy bo'ri kelgan vaqtida hech kim ishonmaydigan bir ahol bo'lib qilish mumkin. Shunlashqa bundaq tadqiqot organlari naiti oz olsunmu aşağı saz narsalarni chiqarish orqali balkim buningdan nurg'un natijalar chiqishi mumkin deb qarayman. Mayli gin tarafdagi nima bo'lsin, mayli qon nima tarafga bo'lsin, Elshadninki faraz nimalari naiti ehtimollik naiti yuqori, ammo afsus doklad bu narsalarga bek ishkirlab ketmagan. Buningga nisbatan hamda biz shu mayli kasb egalari olsin yoki bo'lmasa shu yerda boshdan kechirgan shohidlar bo'lib qolsin, buni bir sistemalik bir nim qilish bizningki mayli hozirgi da'voyimiz olsin yoki kelgusidagi bir tarixiy isbot qoldirish uchun hammamiz muhim deb qarayman. Buning uchun bu shu Yahudilarni nim qilish mumkin hamda bular yolg'iz o'tib ketgan ish o'tib ketdi demay hamma narsalarga mukammal bir isbot tarixiy narsa bir oilada qanchalik odam borligi shu odamlarning qanchaligi ikki dunyo urushi o'lib ketganligidan hamma narsani shunday yaxshi isbot qildigan. Biz hamda bir oilamizda odam o'lib qolsa yig'laymiz, qaqshaymiz, lekin opirib ko'mib qo'yamiz. Uninki tarixiy nimaları vaqt kelgan vaqtida bir statistik shaklda o'tirg'i chiqmaydi hamda bu narsacha. Shunlashqa miyada hamda shu munosabatda men shu isbotga qanday ahamiyat berish, anandan keyin ba'zi narsalarni degan vaqtida hissiyotimizga bak berilib ketmay, ya'ni o'zimiz his qilganni, o'zimiz yashaganni cho'qim hammadan bilishdak emas, bir dalil isbotlar bilan başkalarına payl qilish maqsad qilsak bizningki tashviqotimiz bo'lamdi, nimamiz bo'lamdi, uniki unumi texmi yaxshi bo'lishi mumkin deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi mushada yuqorida Ilshod afandim so'zlagan nimalarni ochiraman-da. Men mana shu bo'libmi bizning shu vatandagi vaqtimda deb. Bilimizga shu Xitoylar amaliyotda masalan Xitoy o'lkalariga qarshi shu hammasi ya'ni og'zimdan boshqa narsa chiqarmayapti. Aslında məxluqlarımdır ular. Ama bizim vatanga kelib aslında pax yeyib kelib, latxayni kiyib kelib, topcha shu hal yo'q kelgan Xitoylar. Qarasangiz 4 kundan keyin o guylarning chiroyi qon kirib, mayli o yemak-ichmaklarimiz bo'lsin. Andiki masalan butun vatanimizning har qaysi joylarida shu masalan yuqorida shu qonningmi masalan Uyg'urlarning qani Xitoyga berilsa, buningmi ta'siri bo'lamdi degan bir nuqta men sizdan so'rayman degan tamoman. Muşunun bir təsiri var mı normalde mesela Uygurlarning qanday muşuna Xitoylarga berish, qonning boshqa millatga shunday ko'plab xalqimizga yo'llangan bo'lsa. Bunda çok aram hamda bu insonlarningki bilimi uzluksiz kengayib boradigan narsa. Biz bir tadqiqotchi bo'lish sifatimiz bilan faqat biladiganimizni so'zlaymiz. Albatta. Bilmaydiganimizni so'zlaymiz. Shunlashqa bu agar
biladiganimizning ichiga kirsa sizga jazmlashtirib javob beramiz. Agar bu tiqib bilmagan narsa qolsa biz uni inkormi qilolmaymiz endi. Albatta. Chunki nurg'un narsalar masalanga deyli sizlar ming bir kechini o'qisiz uchadigan gilam. Ming yilning oldidagi narsa Arlıqdan 809 yıl ötkendan keyin insonlar uchyapti endi. Masalan, Arlıqda 809 yıl bu. U vaqtida ashunday kelgusida insonlar uchamdi desa, balkim shu vaqtdagi bilim uning yetmaganligi uchun inkor qilishi mumkin. Sizning savolingizga kelsak, hamda biz hozirgi mening biladigan doiram ichida odatda qon sog'an odamlarningki nimasi qon hücresininki hayoti odatda 90 kundan 120 kun bo'ladi. Ya'ni bizningki badanimizdagi qon har 90 kun bilan 120 kun ichida bir turkumi o'lab, ya'ni bir turkumi bizning ilikdan ishlab chiqarildi endi. Hayoti masalan biz 100 yil yashasakmi, lekin qonninki hayoti aslida 90 kun bilan 120 kun orasida bo'ldi endi. Undan boshqa nurg'un irsiy moddalar bo'ladi endi. Ammo uzun muddatni etgan vaqtida insonlarning geni o'zgaradi desangiz, cho'qim o'zgaradi. Uningga muhit deysiz, yemek içmek deysiz, nurg'un omillar bor. Albatta buning ichida qonmi bo'lishi mumkin. Masalan, bizniki 100 yillar ilgirki Uyg'urlarning chiroyi bilan hozirgi Uyg'urlarninki farq qilindi. Buni bizga o'xshash tadqiqotchilar ashunga aniq javob berish uchun o'zimizning bir siniqidan o'tgan bo'lishi kerak. Bu sınaq odatda odatda biz insonlarda qilolmaymiz, ammo chashqonninki nimasi masalanga chashqon masalan 3 haftada tug'di. 3 haftada tug'di. 6 haftada u o'zi yana yana ig'roq bo'la oladi. Masalan bir avlod chashqonninki nimasi 6 haftadan, 1,5 oyda yana bir avlod chiqadi endi. Undan keyin masalan shu genni o'zgartirish hamda genni qanday o'zgartiradi degan narsada chashqon 6 haftada yana bir avlod 12 haftada 3-avlod ashta ko'rganlik uchun aning natijasi tiz chiqadi hamda nimada. Ammo bu narsa ammo bu narsalarni odamlarningki genininki o'zgarishi aniq bu. Cho'qim o'zgaradi. Ammo siz tashqi bir omil orqali masalan nishonliq sizningki yo Elshadning genini o'zgartay desangiz, bu Elshadningki o'zida nayt oz bo'lishi mumkin. Balasiga kelganda yana uning qo'shiladigan balkim nevrisi kelgan vaqtida aniq ifodalanib chiqishi mumkin o'zgarishi. Buningla qanchalik vaqt ketdi desangiz, 20 yosh vaqtda to'y qilsangizmi 60 yil vaqt ketadi 3-avlod kelish uchun. Shunga bu bir uzun bir jarayon bo'lganligi uchun insonga nisbatan nazariya bo'yicha o'zgaradi desangiz o'zgaradi, ammo buguni qon solsa bir yildan keyin o'zgaradi desa uni kasb ahli uchun bilan unga men javob bersam mening kasbimga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Ochiq javob berdingiz. Rahmat. Endi yana shu dori nimasi kelsak, yana shu doklad tilga olingan Şinjan Nozulin Biyodorigarlik şirketidimi tilga olingan. Bu şirketde mesela biriktirilgan estrogen suyuqligi tabletga dori ishlab chiqarilgan birdan-bir shirkat deb tilga olinibdi. Bu ishlab chiqargan bu dori qaysi kasalga ishlatilgan, qanday ishlab chiqarilgan dorilar mesela bu? Siz mush dori. Bu aşı abiyatin bizde dedik buna aşı ig'ra qatning sudikitin yazdı. Mushu. Birdan-bir shirkat bo'lgan. Ayollik hormon hamda hayvon bo'lsa tishi hayvonning hormoni deymiz. Odamda nima ayollik hormon deymiz. Ammo bu hayvonning hormoni nimishqa odamga ishlatiladi degan vaqtida hormonni tuzguchi eng asosiy kimyalik tarkib shu o'xshashda hamda. Uniki nimasi mayli ayollardan kelsin yoki erlardan kelsin, nimadan otdan kelsin, uningki eng asosli tarkibi, kimyalik tarkibi shu o'xshash bo'lganligi uchun shu tarkibni otning sudigidan ilib andan keyin shu ayollarniki hormon kamlik ahvoliga, ya'ni men yuqorida o'tgandagidek hayz to'xtagandan keyin ayollarningki badanidagi hormon aslidagi hormon tangtonliq, ya'ni denge buzilib
qaytadan bir tangqonluq yaratishga 5 yil, ba'zida 10 yil vaqt ketadi. Mush ahvolda ayollarninki mijoz xuluqi, kayfiyatida anankin jinsiy tuyg'usi, jinsiy turmush qiziqishi deganda nurg'un o'zgarish bo'ladi. Ba'zilarninki shu ayollik jinsiy a'zosi qurib ketib, er bilan jinsiy munosabat qilgan vaqtida og'riydigan ahvol bo'ldi. Og'riydigan ahvol bo'lgandan keyin bunda ayollar jinsiy turmushni rad qiladigan bo'ladi. Rad qilgandan keyin oilada jidal bo'ladi. Shuning bilan anandan keyin natijada sirtqa qaraydigan ahvollar kelib chiqadi bu yerda. Bu bir bilan munosabatlik bir ishlar hamda bu yerda nima uchun otning sudikida bor, nima uchun eshakning sudikida yo'q yoki odamning ig'ra ayolning sudikida yo'q degan narsa to'g'risida men izlanib boqmadim. Ammo otning sudikida yuqori miqdorda bu xil modda faqat ig'royoq otniki yana yolg'iz ot emas. Shunlashqa bu kimyalik moddaga yetarli erishish uchun shu ot uzluksiz amildor bo'lish kerak. Birinin keyin bir amildor bo'lish kerak, keyin amildor bo'lish kerak. Anandan keyin shu yetarli sep turish kerak. Shu sababdanmi bu hayvon huquqlarini qo'llaydigan shirkatlar buningga tashkilotlar buningga qarshi turgan. Shu nima doğru abiyatma yuqorida o'tganlikda shu doğru. Estrogen degani shu ayollik hormon degan gap. Ya'ni shu PMU degani pregnant urine, ya'ni ig'royoq otning sudiki degan gap PMU degani. Ana keyiniga drug degani doğru shu otning ig'royoq otning sudikidan ilingan moddada yasagan doğru degan gap. Estrogen degani shu konkret bir hormonning ismi. Tushundim. Xo'sh, unda bo'lsa shu Yaponiya dori va davolash uskunalari idorasi ijozat bergan Tianshan dorigarligi va G'uljidagi mesela Ili Chuanning biotexnik shirkati. Bu ikkisi qaysi dori ishlab chiqaradigan sizning ko'rishingizda? Uyg'urlar mesela buningda qanday majburiy emgak qilish nuqtasidan bo'lsa qanday ishlab chiqargan dorilar qarasangiz? İcazat vergenimizi 5 qo deyemeyeceğim. Ben sizge aytgan bir resimden iştibatı 5 qo deyim. Bularning asosliqi yalnız doğru emas. Birisi şu Tiansan degani doğru qo deyim. Qolganlari davolash uskunlarini yashaydi. Mayli o doğru olsun, mayli uskun olsun. Bu yerda tadqiqotchilari shu ustidagisi Yaponiyaningki nimasi deyman shu. Ketib kichikkan nima mayli o doğru olsun, mayli nima tibbiy davolash uskunlari olsun, anandan keyin bu yer asosli tadqiqotchilar yuqori qatlamning odam bo'lgan bilan konkret ishlarni qiladigan, ya'ni tövandagi masalan alma telefonining shirkati zavod kishilarning ishida uyg'urlarligini bilamiz hamda. Odat ishchilarniki cho'qim bu mecburi emgakka chetish ehtimoli yuqori. Anandan keyin bu yerda Yapondan ijozat bergan ko'p nimalar shu uskun yasaydigan, davolash uskunlar yasaydigan, anandan keyin bir qismat dori ishlagan vaqtidami men qarab baqdim, rasmiy dori emas, dori materiallari nim qildigan ekan. Dorining ichida asosan antibiotik debto, antibiotik nimasi. Anandan keyin yana shu abiyatni degandek PM yonimi, shu estrogenimi, shu men xaritida ko'rsatib qo'ygan shu davlatlarga chiqargan. Buni albatta Turkiya va Yevropa va Janub nima va xaritini ko'rsatsangiz nimada. Shu bizning ishlatgan dorilarga nimasini chiqargan shu shirkatlar. Yaponiyaga shu doridan asosli antibiotik qatorida, ya'ni Xitoycha Kangjunsu deb qo'yamiz. Anandan keyin doriga keraklik bo'lgan kimyalik modda. Hamda bu yerda dori zavodi degani yolg'iz insonlarni kasal davolashgan doridan boshqa, ya'ni doriga keraklik bo'lgan material, ya'ni ham materiallarni ishlaydi-ku bu. Qadam bosqich bo'ladi hamda qadam bosqichlari. Eng og'riqli mahsulot, anandan keyin o'tirliqdagi mahsulot. Ba'zi davlatlar, masalan, Amerikadagi nurg'un shirkatlar masalan shu Covid taqalgandan keyin
Amerika'da maska kamchilik, qahatchilik bo'ladi. Çoxum bu maskani o'zimiz ishlamsak bo'lmaydi degan holatda nurg'un maska zavodlari qurildi Amerikada. Ammo bu maskaga ishlatgan hamma ashyo yana Xitoydan kelgan. Shunlashqa bu yerda masalan ba'zi dorilarni anandan keyin shu davlatlarning o'zida ishlagan bo'lsa-mu, dori ketib xom ashyo masalasi bor. Anandan keyin yana birisini qo'shimcha qo'ysam, mayli Amerika bo'lamdi, mayli Yapon bo'lamdi, mishaga import qilingan dorilarning xeyli ko'p qismi amaliyotda Amerika'nınki özninki şirketlerninki markası bilen Xitoyda ishlab chiqarilgan doğrultuda tanarqini tövel uchun Xitoydagi zavodlarga hamkorlashish yoki havola qilish sifatida ishlangan. Men kelgandan keyin bu dorilarning markasiga hammasi Amerikaning markasi choplanganligi uchun normal iste'molchilar u dorini Xitoyda ishlangan deb bilib ketmaydi-chi. Xo'sh. Tushundim. Ko'p rahmat. İlshad efendim, müşahedemde sizden yan bir sual sorğum kağıtıdamdı. Hem siz sıkmış o, indemem, Xitayning aşu tilining ostidikini bilsiz desem bo'ladi, men shunday qarayman de. Hem Xitoylar bilan davomli shu faoliyatlaringizda mayli nurg'un yig'inlar bo'lsin Amerikada mesela. Nayeti jiq aralashishsiz hamda bu sohada bizning vatanimizniki da'vosi uchun. Nurg'un siyosiy qatlim bo'lsin, siyosiy qatlimliklar bilan bo'lsin. Ama şuncha vala yuqorida qilgan so'zimiz intayin muhim bir so'z yani. Biz o'ylab tasavvur qilib yetilmaydigan jinoyat bo'lishi mumkin ama Xitoyning qilinmaydigani yo'q degan nuqta intayin programmamizdagi muhim bir so'z bor hamda. Men hamda shunda qarasam shu g'arb mayli Amerikadan tortib g'arbda yashayotgan shu ya'niki inson haqlari, nurg'un demokratiya, nurg'un nasllardan foydalanib shu yerda yashayotgan, hatta şu yerda tug'ilib necha avlod kelgan Xitoylar bo'lishi mumkin. Mush bizningki Uyg'urlar haqida ishlangan nurg'un dalil isbotli hujjatli film bo'lsin, bizning vatandagi Xitoyning qilayotgan zulmlar haqidagi filmlar bo'lsin, mush YouTube'dagi. Aslidagi inkasga shuna qarasam, har qatim shu Xitoyning inson bo'lmaydiganligini har qatim qarasam his qilaman cho'mdi. Chunki hamma shu g'arbda yashayotgan Xitoylar ko'pinchisi. U yerga tushgan inkaslarning hammasi %90% hatta onundan yuqoriroqi shu Uyg'urlarni qarlaydigan, kommunist hech qanday ish qilmayotgandek Uyg'urlar. Shu Xitoy tarafida turib qilayotgan nimani ko'rmayapti. Siz aralashayotgan shu sohadami, shundaqmi mesela qanday qaraysiz bu millatning shundaq qanday bir diagnoz qo'yasiz bularga? Endi shaxsan men siz deganga o'xshash aktif Xitoy yozuvchi olamdi. Hamda Xitoyning demokrat Xitoylar, yana Xitoy hukumatiga qarshi Xitoylar bilan izchil bir xil ya bas munozirda, ya bo'lmasa ular bilan birga shu Xitoy qarshi faoliyatlar bo'ldim. Uzun bo'ldi bo'lmangimi, davomlashib kelayotganiga. Hem Xitoy madaniyati siz degandek masalan bir narsa chiqsa uning ostiga yozganlari ikkinchi, uchinchi avlod Xitoylar bo'lishi natay. Odatda oz sondagi masalan Xitoy faqat oilaviy nima ma'lilashib ketgan rayonlardan ikkinchi, uchinchi avlodi o'zgarmasligi mumkin. Ammo ma'lilashmagan rayonlardagi Xitoyning ikki, uchinchi avlodlari odatda o bek Xitoy hissiyati bek yuqori bo'lmaydi. Xuddi Tayvandagi Kuomintangning avlodlarining mutlaq ko'p soni ko'rinishda Xitoy taraf turilganda ko'ringan bilan yana bir turkumlari Tayvanlashib ketgan. Masalan, o'zini men bir necha Tayvanga borgandimmi, Xitoy ziyolilari bilan ko'rishdim. Ularni surishtirsa men Kuomintangning avlodi, ammo o'zlarini men Tayvanlik deydigan. Shuning uchun bu yerda Amerika'daki Xitoylar Uyg'urlar qarshi turayotganlari, Xitoy tarafda turayotganlari asosan birinchi avlod, ikkinchi avlodlari bo'lishi mumkin, uchinchi avlodmi bo'lishi mumkin, ammo hammasi emas. Xeyli jiqlari hozir biz tarafda turib gapirganlarim bor. Endi bu yerda Xitoyning birinchi avlod yoki shu demokrat ziyolilariga kelgan vaqtida, masalan yaqinda balkim
cık Uygurlar kömedi. Xitayning ziyolilari meni taklif qilib oldi bilan bir maqola yozishni dedi. Buningda endi hozir e'lon qilindi. Men butun maqolaning temasi Xitoy gumron bo'lgan vaqtida birlikmi yoki bo'linishmi deb temada maqola yozish. Endi buningda agar sen bo'linishni xohlasang, qanday bo'linmoqchi? Agar birlikni xohlaydiganlar bo'lsa, sen qandaq bu birlikni saqlash, federatsiyami yoki avtonomiyami degandek temada. Shunlar menga avatgandan keyin men o'ylashay dedim, oldida yozg'im kamidi. Shunlarni qilsam bular bir yazsam qisqosima deb. Shunlar mening boshlanishim shu. Biz bo'linish emas, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bu bizning nishonimiz. Xitoy gumron bo'lsa deb yozdim. Onunla tushundirish verdim. Biz burundan Xitoyning bir qismi bo'lmaganligidan bu yerda u bo'linish degan so'z ishlanmaydi dedi. Albatta. Biz mustaqil, chunki biz Uyg'ur madaniyat jihatdan, e'tiqoddan, hattoki chiroy shaklimiz hech qanday vaqtida Xitoyning bir qismi emas. Shuning uchun bo'linish degan bir qism bo'lganlarga ishlanadi. Bizga o'xshash burun bir qism bo'lmagan kelgusini yana asliga keltiramiz degan odam biz uchun bo'lmaydi dedim. Undan keyin buni bir bas munozir qilsak dedi. Shuni bilan bo'ladi dedim. Men Maji Tungan bilan mustaqilchi bo'ldik. Yana ikki Xitoy ziyolisi, ham birisi bizni jiq qo'llayotgan Hoping degan videolik ko'rmoqmi yoki? Videolik qildik. To'g'ri bormi? To'g'ri bo'lishi kerak. Ben keyin avat kerak. Shuni bilan bu yerda masalan meningki hayron qoldigan yerim yana birisi qarshi tarafningmi birisi Tungan, men taraf tutganingmi Tungan. Qarshi tarafning birisi Xitoy, birisi Tungan, men tarafda men bir Uyg'ur, u bir Tungan, ikki taraf bir soatdan ortiqroq Xitoylar o'zi dedi, eng keskin talash bo'ldi, bas munozir bo'ldi dedi endi. Shu yerda mening hayron qolgan yerim shuki, bu Xitoyning hammasining ziyolilarining deydigini biz Uyg'urlar mustaqil bo'lsa uni to'g'ri tushunamiz, ammo lekin deb boshlaydi. Ammo lekin degandan keyin keyni cho'qim birga bo'lsa eng yaxshi, orilanmaysizlar, kuchinglar ojiz, yetishmaysizlar, urush qilsanglar, qirilib ketsalar, aytaver to'g'ri tushunamiz, ammo lekin arilishning imkoniyati yo'q deb bizga tushundirdi. Mening deydig'im men bu moshqetimda shuni dedim. Tarix hech qachon bir nazariyachining, olimning plani bo'yicha bo'lmaydi. Tarixningki muqarrarligi va tarixning tasodifiyligi va. Bu mening gapim emas, tarixchi, tadqiqotchilarning gapi. Men uni o'zimningki bo'yicha tushuntirsam, tarixning muqarrarligi nima degan vaqtida zolim cho'qib o'lidi. Shu zolim hokimiyat gumron bo'lishi bu muqarrar. Ammo qaysi usulda, qachon, qaysi kuni qanday gumron bo'ldi? Bu tarixning tasodifiyligi. Biz hech qachon bilmaymiz. Ya bir kichik bir voqeadan bo'ladi, yoki bir cho'ng voqeadan harbiy o'zgarish bo'lardan bo'ladi. Shu vaqtida kim tayyor bo'lsa, shu tayyor fursatni tutib olgan millatlar, shaxslar erkinlikka erisha oladi. Tutanmaganlar yana fursatni qo'ldan ketkizib qo'yib, qayta tragediyani yana takrorlaydi. Mening Xitoylarga deganim shu, biz bu daqiqatim hargiz uni ketkizmaymiz. Xitoy gumron bo'lgan kuni mustaqillikni e'lon qilamiz. Uningdan keyin qog'iniga butun kuchimiz bilan shu mustaqillikni mukammallashtirish, qaytadan tiklashga urinimiz, xalqaradan talab qilamiz, BDTni talab qilamiz, u bu dedim. Bu yerda savolingiz qaytib kelgan vaqtida Xitoy millatiningki bo'libmi Xitoy 49dan keyingi qonli juyish bilan Xitoylarda degan ideya nihoyatda singib ketgan. Hatto bizga esdashlik bildirganlarmi bir yeriga kelgan vaqtida abayman deganga o'xshash to'g'ri tushunimiz, sizlar zulm uchirdinglar, ammo u Xitoy kommunistlarining qilmishi, biz demokratiya bo'lsak, sizlarning miranglarni silaymiz. Agar uninga anlamasanglar zo'r, kuchli, hattoki bu daqiqatimda bular
Xitayning nopsi balkim Sharq Turkiston sizlarni ishib ketdi. Sizlarni ishdimi yo'q, lagerda. Bunda ahvolda sizlar qirilib ketisizlar. Shuning uchun biz oldin demokratiyani quraylik, demokratiya qurilib bo'lgandan keyin undan keyin mustaqil bo'lsanglar, biz shunga qarab qonuni bo'yicha yoki federatsiya deydi. Bu asosan Xitoylarniki. Ammo bu yerda bir narsani ta'kidlagim bor. U bo'lsa-mu Xitoy ziyolilar deydi, hamma zulmni Xitoy kommunistlar qilgan deydi. Men deyman, Xitoy imperiyasi qilgan deyman. Men nima uchun bu yerda Xitoy imperiyasi degan bu so'zni to'xtamay ishiltib Xitoylarga tangyapman? Hozir ba'zilar qabul qildi. Nima uchun degan vaqtida bu zulm kommunistdan boshlanmagan. Bizning zo'r bir turkumdagi Uyg'ur ziyolilarimiz Xitoylar bilan nima qilsa, kommunist Xitoy hukumati deydi. Şengsay bizni qirmaganmi? Gomindang bizning Uyg'urlarni qirmaganmi? Shu ishi nimada masalan milliy inqilobninki qo'rg'as urushida ozod bo'lgandan keyin shu bir quduqning ichida 100 necha jasadni chiqqan Uyg'urlarning. Ba'zilarini tirik qozonda, may qozonda nima qilib o'ltirib ashunga tashlab o'tgan. Ba'zilar necha kundan keyin o'lgan. Bu qirg'inchilikni kim yapgan? Gomindang hukumati. Gomindang hukumati mayli Jinshurunning vaqtidan bo'lsin, mayli Yang Zengshinning vaqtida bo'lsin, mayli Shingsayning vaqtida bo'lsin yoki keyingi vaqtlarda bo'lsin, ishg'oliyat Manchingdan keyin Gomindang hukumatiga o'tgan, bular bizni o'xshash qilgan. Shuning uchun bu yerda mayli Manjularning bo'lsin, mayli Gomindangning bo'lsin, mayli Xitoy kommunistlarning bo'lsin, Uyg'ur zimini ve Uygur milleti ve qarindosh millatlar hammasi bularning ishg'oliyatidagi dushman xalqlar. Shuning uchun bu qirg'inchilik shu vaqtdan tortib boshlangan. Bu faqat Xitoyning kommunistlarning emas. Biz bu yerda ma'qumni aniq bilib olishimiz kerak. Xitoy imperiyasi. Bu imperiya mayli Manjurning nomidan bo'lsin, mayli Gomindang hukumatidan bo'lsin, mayli kommunist hukumatidan bo'lsin, 100 yildan ortiq davomlashib kelayotgan qirg'inchilik. Endi Xitoyning bu ziyolilariga kelsak, abayman degandek, Xitoy yanılı bir yerida Xitoyligini ko'rsatdi. Xitoyligini ko'rsatdi. Bu birinchi avlod Xitoylarda nihoyatda kuchli. Masalan, Amerikaning oldingi hukumat ishlagan mashhur bir Xitoy bor. Buni biladi. Onun bilan bir Xitoy yozuvchininki so'rinida bilib bo'lib qoldi. Belli olup birdemdiler şu paranda Uygur meselesi Tibetlerden çıkandı. Okşaş göz karıştı asasen. Sizler müstakil buluşunla haklı. Amerikan sizler bek aciz. Sizlerde hiç demi yok. Xitay'ın aiti güçlü. Şunun için aldı bilen Xitay demokratiya kurulgandan keyin kanuni arkalık halkara kanununa müstakil bo'lsa dedi. Ama mesela ben bu da ketim Xitoy ziyolilardan sordum. Hem de bu ketim ki bes münazır Xitoy ziyolileri en ilgarları yığılgan. Xitoy demokratiyası qancha yil ketdi deb sordum. 50 yil, 100 yil. Rus hazır 1991'den tortib hozirgacha demokratiyaga o'tolmadi. Aksincha chekinib, yana qaytadan zar imperiyasiga o'xshash ahvol qaytdi. Xitoy 1911 yilidan boshlab demokratiyaga mangimiz Cumhuriyet quramiz deb Cumhuriyetning nomi bilan hozirgacha 100 yildan oshdi. 100 yilgacha demokratiyani qurolmadi. Shuning uchun bu kommunist ag'dirilgandan keyin bu Xitoy demokratiyasi 100 yil kelsa biz 100 yil Xitoy bilan tang turib yana saqlandik. O mümkünçiligi yo'q. Shuning uchun bu Xitoyning yana bizga ziyolilarning, bu Xitoy kommunist qarshi ziyolilarning bizga bagini Xitoy o'zining gapi bo'yicha Huabing Chungji deydi. Ashqaga odamga chalpakdan birini sizlab mani yeysan qo'zig'ing to'ydi deganga o'xshash. Bir nemada osmonniki g'azning sho'rpisiga nanchilab ishdi demdik biz Uyg'urlar. Shuni beryapti. G'azni ko'rsatib, shuni etib tushira olsang sho'rp ichsa degandek bir narsani berdi. Shuning uchun meningcha Xitoy demokratlari bo'lsin, Xitoy davlati bo'lsin, o umid yo'q mana degan vaqtida. Ammo bizda tayyorlik bo'lishi bu oldin shart. Bunda fursat men kasbiy tarixchi emas, ammo o'zimizning tarixiga qiziqib
o'qigan, mayli 33-yildagi Cumhuriyet olsun, mayli 44-dagi Cumhuriyet olsun, xalqimiz tirishdi, ama oxirisida bu ketib qoldi. Ketib qolishdagi sabab sirtqi kuchlarning kuchlik bo'lganligidan bor, ama o'zimizning tayyor bo'lolmagan, xeyli zo'r yerlarda tayyor bo'lolmaganligimizning sababi nihoyatda ro'shan u yerda ko'ra olamiz. Bugungi kunda biz ko'rayotganimiz dushmanga qarash emas, bir-birimizga bo'lgan ba'zi ma'nosiz vaqt isrof qiladigan talashlar tanqid emas, hujum xarakterdagi bu narsalarmi nayt ko'p ko'rindi, odamni ichindirdi. Shuning uchun o Xitoylar bizga qanday qaraydi deb ularningki nemisiga iltifotiga qarash yoki ularningdan bir umid kutish menimcha o nima emas. Biz oldi bilan o'zimizni tayyorlashimiz lozim. Bu tayyorlash deganda shaxsan mening azroq qisqa bir tushuntirsam, mening ko'z qarashim, biz har xil usullarni ishlatdik, demak hammasi amalga oshirolmadik. Shuning uchun biz bir yangi ideologiya, yangi bir tuzumni yetishtirishimiz lozim. Bu narsa hozir meningcha hamda g'arb dunyosida biz shakllantiryapmiz, tarixni yetilyapti yangi avlodlar bilan birga. Bu bo'lsa yana demokratiya, bir erkin sharq Turkiston degan mana bir narsani amaliylashtirib, ham og'izda emas, shuar emas, o'zimizni tarbiyalashdan har birimiz başlasak, mesela Memtimin Abay degandek, ilki quruq nazariya, hissiyot bilan so'zlashamiz, dalil isbotlar bilan, harakatlar bilan o'zimizni mukammallashtirsak, o vaqtida undan keyin biz shunda bir fursat kelganda, menimcha bak jiroq emas o fursat. Az qoldi. Chunki Rosma 72 yil bo'lgan vaqtida Sovet g'ulangan. İmperiyalarımı uzun boğuna 200 yıl, 300 yıl olan qağına hammasi 100 yılda örülgen. Xitayning imperiyaları mançın hem Xitay emas, uzun ara qağına hammasi 100 yıl etrafıda. Şunun için Xitay komünizmi bir imperiya bo'lgandan keyin buning oxirgi jon talishadigan davriga keldi, jon talishyapti. Demak bizda bir fursat keldi. Ama fursat cho'qim g'animat yoki g'alaba delanmaymiz. Şununla əbəyiqi sizinki başta bana degan sözünüz bilan ayaqlaştıray. Aldıdı səpər, andın zəpər. Allah'dan zəpər gelsin. Biz zəpərini başlayılı, Allah zəpərini versin. Amin, amin. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet. Programımızı müşahede ahırlaştırsak, doktor eğer de sizden başka gipiniz olmasa asas kətinin ait yaxşı program oldu. 2 saatga yaqinlashib qoldik. Müşahede tükteyelim bunda xuda. Bo'ldi. Mening boshqa fikrim yo'q. Her 2 yıllar ve qimmatlik nayete yaxshi ma'lumotlar berdilar. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet eğitimiz. Allah razı olsun. İnşallah başka bir temada yana inşallah sizlarni avar qilishga davom qilaman inşallah. Qadrli ko'ruvchilarimiz, undaqda bugungi sonimizni müşahede oxirlashtiraylik. Haqiqatan her 2 yil mehmanim intayin qimmatlik, bir-biridan go'zal ma'lumotlarni berdi. Demak, dushmanimizning qaysi darajada rezillikni, bu cinayetlerini bütün milletimizin hamma sahasida qilayotganligini har doim biz bilib tursakmı, mana shunday mutaxassislarimiz, ilm ahlilarimizning og'zidan shunday sonliq ma'lumotlar bilan anglash, albatta texnik ma'lumotimizni puxtalashga intayin muhim bu mazmunlar. Rabbim ömür bersa, yana bir qatimliq, yana bir sonda ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.